Barcha kirayotganlarga assalomu alaykum. Efirni boshlashdan oldin demak ozgina kutamiz. Hozir barcha hamma kirib olsin, xudo xolasa 5 minutda boshlaymiz. Ungacha sizlar hamma yaqinlaringlarni, tanishlaringlarni demak eslatma yuborib, demak kirishgani qilib qo'yinglar, xabardor qilib qo'yinglar, xudo xolasa 5 minutlarda boshlaymiz. Ovozim hamda ko'rinib ovozim eshitilyaptimi? Agar eshitilayotgan bo'lsa, plus qoldiringlar kommentda. Bilishim kerak, nimalarni to'g'rilanish shart emasmi? Aha. Yaxshi. Yaxshi. Yana ozgina kutamiz. 3 minut qoldi. Xudo xolasa 3 minutdan keyin, ro'pparosa 3 minutdan keyin efirni boshlaymiz. Ungacha hammani kirib olishini kutamiz. Demak, 1 minut qoldi. Xudo xolasa 1 minutdan keyin boshlaymiz. Savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentda qoldirib qo'yaveringlar, oxirida xudo xolasa javob beraman. Rahmat. Sizni qabulda kutamiz. Barcha savollaringizni yuborib qo'yaveringlar. Oxirida xudo xolasa mana shu efir tugashi bilan birinchi ma'lumotlar beraman. Xudo xolasa keyin oxirida savol-javob rukniga qaraymiz va hamma savollarga javob berib chiqaman. Maksimalni hammani demak chaqirib efirga jalb qilishinglar mumkin. Demak, boshlaymiz. Demak, 7 dan 5 daqiqa o'tdi. Biz boshlaymiz. Kirishdi, kirolmaganlar menimcha yana bilmadim nima bo'ladi. O'rtasidan kirishar balki. Xo'p, qaranglar, boshlaymiz. Birinchi o'rinda men o'zimni tanishtirib o'tay. Demak, men ismim, familiyam Rustamova Charoz Rustamovna. 8 yillik tajribaga ega bo'lgan nevrolog, epileptolog shifokorman.
Demak, men o'z faoliyatimni, aynan o'qishimni Toshkent tibbiyot akademiyasi bakalavr hamda magistraturasini Toshkent tibbiyot akademiyasida tugatganman va undan keyin esa faoliyatimni, demak, ilmiy ish sohasi bo'yicha, malaka sohasi bo'yicha aynan Yevropaning ko'plab demak davlatlarida oshirib kelganman hamda hozirgacha oshirib kelmoqdaman. Va aynan epilepsiya sohasida hozirgi kunda ilmiy ish bilan shug'ullanaman va bir qancha dunyodagi yetakchi epileptolog shifokorlar, professorlar bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boraman. Demak, nimaga aynan bu efirni o'tkazishni maqsad qildim? Chunki birinchi o'rinda sababi 9-fevral yaqinda bo'lib o'tdi. Butun jahon epilepsiya kunligi munosabati bilan aynan mana shu kunga bag'ishlab butun dunyo bo'yicha aynan bemorlar va ularning yaqinlari, ya'ni caregiverlar deymiz, ularning yaqinlari, bemor, ya'ni epilepsiya bemorlariga qaraydigan insonlar ga nisbatan barcha ma'lumotlar tarqatiladigan haftalik tashkillashtiriladi. Ya'ni 9-fevralda butun kongresslar yoki seminarlar aynan mana shu ota-onalar uchun, epilepsiya bilan chalingan bemorlar uchun demak amalga oshiriladi. Umuman olganda aynan bir kun emas, mana shu haftalik tashkil qilinadi aynan shu bo'yicha. Bundan maqsad nima deyiladigan bo'lsa, aynan epilepsiya sohasida bemorlarga ko'proq ma'lumot tarqatish, epilepsiyani asosan epilepsiya care deymiz, ya'ni epilepsiyani davolashini optimallashtirish, sifatini yaxshilash maqsadida qilinayotgan bu chora-tadbirlar hisoblanadi. Endi men ham mana shu narsaga Xudo xolasa, demak, savob ish qilish ham maqsadida ham barchani kimnidir hayotini bu o'zgartirishi mumkin. Shu maqsadda aynan shu efirni o'tkazishni maqsad qildim. Chunki nafaqat masalan umuman olganda men Yevropada ishlaganimda shu narsaga demak duch kelganman. Bemorlarga bo'lgan ko'proq e'tibor, bemorlarga bo'lgan ko'proq tushuntirish ishlari yana ham olib borilsa, demak davolash sifati yana ham o'sadi. Ya'ni masalan bemorlarga biz yetarli darajada tushuntirib bera olsak kasalliklar haqida, uni davolash haqida, dorilarni ichish muhimligi haqida tushuntirib bera olsak, demak mana shu ham 50% davolanishni yaxshilashiga olib keladi. Aynan chet elda bemor uchun maxsus kitoblar, maxsus jurnallar ishlab chiqilgan. Konsultatsiya jarayonida bemorlar demak doktor qabuliga kutish uchun maxsus jurnallarni, epilepsiya bilan yashash deb nomlangan bemorlar uchun yozilgan kitoblarni o'qigan holatda aynan doktor qabuliga kirishadi. O'shandan ilhomlangan holatda men Xudo xolasa mana shu efirni juda ham foydali bo'lishi uchun harakat qildim va sizlarga tashkillashtirdim. Demak, boshlaymiz. Epilepsiya o'zi tuzaladimi degan deb nomlangan efirimiz boshlashdan oldin birinchi o'rinda epilepsiya haqida biz tushunchalarimizni mustahkamlab olishimiz kerak. O'zi epilepsiya nima degani? Epilepsiya degani bu demak bosh miyani, mana bosh miyani tasavvur qilsak, undagi nervlar harakatlanadi. Nervlar ma'lum bir elektr tezligida harakat qiladi. Mana shu epilepsiya kasalligida elektr tezligi notekis, ya'ni tartibsiz harakatlanib qoladi va buning natijasida demak epileptik tutqanoq yuzaga keladi. Yana bitta narsani adashtirishadi ko'pincha, tutqanoq bu epilepsiya yoki epilepsiya bu tutqanoq. Ikkalasini bir-biridan ajratish kerak. Epilepsiya bu kasallik, tutqanoq bu holat. Ya'ni epilepsiya kasalligi bu tutqanoqlar bilan kechadigan nevrologik holat hisoblanadi. Tutqanoq bo'ladigan bo'lsa, tutqanoq holati epilepsiya bo'lmasligi ham mumkin. Tushundinglar? Mana shu joyda demak farq ketadi. Epilepsiyani o'zi sabablari nimadan kelib chiqishi mumkin degan savolga javob topishimiz uchun mana sizlarga sabablarini birin-ketin demak aytib ketaman. Eslab qoldinglar. Demak, o'zi epilepsiya turli xil turlarga bo'linadi. Ma'lum bir sabablariga ko'ra, kechish shakliga ko'ra, demak ma'lum bir o'zini turiga ko'ra turlarga bo'linadi. Aynan sabablariga keladigan bo'lsak, har xil, ya'ni eng butun jahon epilepsiya tashkilotini klassifikatsiyasiga binoan yaqinda mana 2025-yilda yangi klassifikatsiya chiqdi va mana shu klassifikatsiyaga binoan demak 6 ta katta turi bor. Ya'ni birinchi o'rinda biza epilepsiyani demak struktur sababi, ya'ni struktur nima degani? Struktur bu aynan sabab bosh miyamiz bilan bog'liq. Ya'ni bosh miyani aynan ma'lum bir struktur anomaliyalari natijasida yuzaga keladi. Masalan, bosh miyani aynan peshona bo'lagi, chakka bo'lagi yoki demak tepa bo'lagi va ensa sohasi bo'lagida ma'lum bir qanaqadir hosila yoki qanaqadir tug'ma anomaliyalar, tug'ma masalan ma'lum bir hujayrani o'zgargan shakli bo'lishi mumkin. Hujayraning ma'lum bir demak
kamayib ketishi qurishi mumkin. Demak, ma'lum bir anomaliyasi natijasida yuzaga keladi. Ya'ni bu struktur sabab hisoblanadi. Ya'ni bu struktur sabablarga, ya'ni boshqa holatlarni ham misol keltirishimiz mumkin. Masalan, bu demak o'sma holat, ya'ni miyani o'zida sodir bo'lyapti bu narsa. Ya'ni miyadagi o'smalar yoki miyadagi har xil kistalar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu har xil oddiy kista emas, bu epileptogen kista bo'lishi kerak. Ya'ni joylashgan soha, demak hamma kistalar ham demak epilepsiyaga sabab bo'lmaydi. Ko'pincha mana shu joyda ham adashish sodir bo'ladi. Demak, birinchi sabab struktura ekan. Ikkinchi sabab biza infeksion deymiz. Ya'ni infeksiya, ya'ni bosh miyani infeksion kasalliklardan keyin yuzaga keladi. Ya'ni bo'lishi mumkin bu meningit holatlaridan keyin yoki bo'lishi mumkin ensefalit holatlaridan keyin. Ya'ni bemor kuchli darajada shamollaydi, qizamiq infeksiyasi bo'lishi mumkin. Любой infeksiyadan demak shamollagandan keyin miyada agar kuchli darajada shamollash miyaga ham o'tib ketadigan bo'lsa, bosh miya pardalariga aynan mana shu ensefalit hamda meningitlardan keyin demak epileptik tutqanoq ham yuzaga kelishi mumkin ekan. Va bundan tashqari demak uchinchisi bu metabolik sabab. Ya'ni metabolik sabab organizmni o'zidagi, ya'ni bu miya emas, butun organizmni o'zidagi moddalar almashinuvi o'zgarib ketish natijasida ham demak masalan har xil sepsis holatlari bo'lishi mumkin. Metabolik holatlar natijasida demak yuzaga kelishi mumkin. Demak, to'rtinchi sababi bu immun holat. Ya'ni organizmda autoimmun jarayondan keyin. Nima degani bu autoimmun jarayon? Autoimmun jarayon bu bemorda agar o'zini immun hujayralari bo'ladi, aynan mana shu immun hujayralari infeksiya, ya'ni ko'payish natijasida o'zini hujayrasini ham begona ravishda qabul qiladi va o'zini hujayrasi o'zi yemiradi. Mana shu autoimmun jarayon hisoblanadi. Demak, mana shu autoimmun jarayondan keyin ham demak epilepsiya yuzaga kelishi mumkin. Demak, hozirgacha demak biza 4 ta sabab sanadik, to'g'rimi? Tushungan bo'lsanglar, tushunayotgan bo'lsanglar, plus qoldirishinglar mumkin. Demak, keyingi sababga keladigan bo'lsak, bu demak genetik sabab. Ya'ni bu ko'pincha bemorlarda savol eng qo'rqadigan narsasi bu demak epilepsiya nasldan naslga o'tadimi degan narsalar bo'ladi. Ko'pincha qo'rqishadi bemorlar. Endi menda epilepsiya bo'ldi, endi bolamda ham bo'ladimi yoki misol uchun dalshi nevaralarimda ham bo'ladimi degan qo'rquvlar bo'ladi. Aynan epilepsiyani hamma turida emas, aynan mana shu epilepsiyani genetik shakllarida demak yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni genetik bu xromosom orqali ma'lum bir genning yetishmasligi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Demak, hamma epilepsiyalar ham demak genetik emas. Va oxirgi sababga keladigan bo'lsak, bu noma'lum sababli epilepsiya kasalligi. Shunaqa ham turi bor, klassifikatsiyaga kiritilgan. Hamma sabablarni biz topishga harakat qilamiz. Olimlar ham o'ylab chiqishgan, hamma sabablarni qarab chiqishgan va noma'lum sababli yuzaga keladigan epilepsiya soni ham demak aniqlangan va shuning uchun ham bu klassifikatsiyaga kiritilgan. Ya'ni noma'lum sababli yuzaga kelgan epilepsiya kasalligi. Demak, hozirgacha biz 6 ta sabablarni sanab chiqdik. Mana shu 6 ta sabablar orqali epilepsiya kasalligi demak ro'y beradi. Yana bitta narsaga yaxshilab e'tibor beramiz. Ba'zi bir masalan epilepsiya kasalligida ko'pincha birinchi o'rinda masalan yuzaga kelayotganda MRT tekshiruviga buyuramiz biz. Ko'pincha sababi aynan epilepsiya kasalligini juda ko'p holatlarda aynan mana shu struktur patologiyali epilepsiyani birinchi o'rinda biz demak inkor qilib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham hali bu joygacha hali yetib kelamiz. Shuning uchun demak shu narsani aytib o'tmoqchiman. Yana bundan tashqari demak epilepsiya o'zi tuzaladimi degan savolga kelamiz. Qaranglar, epilepsiya o'zi mana to'liq tuzaladimi emas, biza remissiyaga tushadimi, nazorat qilinadimi degan savol bersak, unga javob berishimiz juda ham oson bo'ladi. Ya'ni epilepsiya bu to'liq nazoratga olinadigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni epilepsiyaning 70%, ya'ni butun jahon epilepsiyaga qarshi kurash tashkilotini demak o'zini statistikasi mavjud. Aynan 70% bemorlar to'liq dori-darmonlar bilan nazoratga olinadi. Mana shu narsani eslab qolinglar. Demak 70% demak to'liq nazoratga olinadi. Bu degani epilepsiya tutqanoqlar to'xtaydi
va kerak bo'lganda ba'zi joylarda agar struktur sabab bo'lmasa yoki qanaqadir dorilarga chidamsiz epilepsiya turi bo'lmasa, yengilroq turi bo'ladigan bo'lsa, bemalol masalan dorilarni bir umr ichmagan holatda yurishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni seizure free period deymiz, ya'ni tutqanoqlardan ozod bo'lgan demak o'rtadagi bo'shliq qanchalik katta bo'lsa, bemor hayoti yaxshilansa, demak biz hattoki dorilardan ham chiqarishimiz mumkin. Endi u narsa epilepsiyani turiga bog'liq. Ya'ni bu epilepsiya tuzaladimi degan holat bu barcha epilepsiya turi uchun xos emas. Epilepsiya demak har bitta insonda individual, ya'ni har bitta insonning hikoyasi o'zgacha hisoblanadi. Ya'ni epilepsiyani ma'lum bir mana sabablarini aytib ketdim. Sabablardan tashqari uni turlari juda ham ko'p. Ya'ni uni sindromlari ham bor bundan tashqari. Shuning uchun biz har bitta insonga individual yondashgan holatda bemorga javob beramiz. Lekin klassifikatsiya jarayoni bo'yicha, statistikasi bo'yicha 70% to'liq nazoratga olinadi dori-darmonlar bilan va demak 30% aynan xirurgik yo'l bilan davolanadi. Ya'ni xirurgik yo'li bilan davolanishga kelganda biz sal efirni oxirrog'ida gaplashamiz bu mavzuni. Diqqatroq bo'lib turinglar. Ma'lumotlar juda ham ko'p, ma'lumotlar juda ham foydali bo'ladi. Shuning uchun ham ko'proq yaqinlaringlarni taklif qilinglar, ko'proq eshitinglar, foydali bo'lsin. Yana nima? Masalan, demak 70% ni tuzaladigan dedik. Xo'p, bizani O'zbekiston sharoitida umuman epilepsiyani demak davolaydigan antiepileptik preparatlar juda ham kuchli darajada yetarli bo'lmagani hamda ba'zi bir tashxislash usullari juda ham kuchli darajada bo'lmaganligi yoki ba'zi bir bemorlarda moliyaviy muammolar sababli ba'zi bir epilepsiya davosi odatda kechikadi. Yoki bo'lmasam epilepsiya to'g'risidagi noto'g'ri qarashlar aynan bemorlar tarafidan, masalan misol qilaylik, juda ham bemorlar tarafidan bu kechikishga olib keladi. Bemorda tutqanoq bo'ldi. Birinchi marta bo'ldi, e'tibor berishmaydi. Ikkinchi marta bo'ldi, tutqanoq, unga ham e'tibor berishmaydi. Chunki qabul qilisha olmaydi o'sha holatda. Uchinchi marta bo'ldi, bu narsa balki qanaqadir demak u joyi diniy tarafdan o'ylashadi. Balki qanaqadir sehr qilingandir, balki qanaqadir bu shunaqa holatga bog'liqdir degan ma'noda demak har xil mullalarga borishadi, har xil demak shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Chunki qabulimga kelgan bemorlarni ishoninglar, mana shu 99% mana shu epilepsiyani boshlang'ich holatlarida aynan mana shu muammolar bilan birinchi o'rinda shifokorga emas, har xil mullalarga borgan holatlari juda ham ko'p. Ya'ni ulardan shifo topolmay oxirida epilepsiyani jarayonini kechiktirib bizga kelishadi. Va bundan tashqari yana ham noto'g'ri tushuncha, aholi tomonidan noto'g'ri tushuncha, masalan epilepsiya tuzalmaydi, bo'ldi endi umri davomida dori ichib yuradi degan narsa miyasiga o'rnashib qolgan. Ya'ni mana shu narsa tufayli ham ba'zi holatlarda bemorlar tomonidan dorilarni ichishiga demak qarshilik, motivatsiya so'nishi, umidlarni so'nishi tufayli mana shunaqa kuchli stressga tushib qolishadi va dorilarni ichmasdan yana ham kasallikni bo'lib ketishini kechiktirishadi. O'zi epilepsiya qanaqa davolanadi deydigan savolga javob beradigan bo'lsak, epilepsiyani o'zi 3 ta eng katta demak davosi bor. Birinchi o'rinda bu epilepsiya hech qanaqa demak miyadan chiqarib tashlaymiz, bu hech qanaqa diniy yoki bo'lmasam sehrga bog'liq bo'lgan kasallik emas, bu aynan nevrologik holat. Epilepsiya bu yuqumli emas hech qanaqa darajada. Epilepsiya bu hech qanaqa sehrga bog'liq ilohiy kasallik emas. Epilepsiya bu bosh miyani elektr tarmoqlarining buzilishi bilan bog'liq bo'lgan bor yo'g'i bu nevrologik holat hisoblanadi. Demak, epilepsiyani davosi shunga ravishda butun jahon ilmiyoti asosida aynan epilepsiyada birinchi o'rinda antiepileptik preparatlar bilan davolaniladi. Ya'ni antiepileptik preparatlar ham aynan bemorlarga to'g'ri demak tanlanishi lozim. Bemorlarga demak to'g'ri dozada berilishi lozim va demak aynan nimaga to'g'ri dedim? Chunki epilepsiyaga ham tashxis qo'yiladi. Ya'ni masalan bemorga tutqanoq bo'ldi. Tutqanoq bo'lgandan sразу keling siz endi epilepsiyasiz. Endi mana shu dorilarni iching, balki shu tushmasa keyingisini beramiz degan narsa yo'q.
epilepsiyada umuman epilepsiyaga tashxis qo'yish kerak birinchi. Mana epilepsiyani o'sha tashxisiga yetib kelyapmiz. Epilepsiya tashxisi o'zi nima degani? Ya'ni siz o'ylashingiz mumkin, masalan, epilepsiya o'zi bitta epilepsiya emasmi? Nimaga uni qanaqa tashxisi bor? Demak, endi mana epilepsiya turlariga yetib kelyapmiz sizlar bilan. Ya'ni shu bilan davolashga o'tib ketamiz sekin-sekin. Mana epilepsiyaga qanaqa tashxis qo'yiladi? Buni bilish uchun xohlasanglar yozib olinglar, xohlasanglar demak, men ko'p ma'lumot beryapman, shuning uchun ham yozib olganinglar yoki esingizda qolganinglar bu juda ham yaxshi. Epilepsiyaga tashxis qo'yish bu klinik epileptik semiologiya orqali yuzaga keladi. Ya'ni bu nima degani? O'zi nima, qanaqa tashxis qo'yiladi desa, biz 3 ta katta omilga e'tibor beramiz. Yaxshilab eslab qolinglar. Demak, bemor bilan shifokor o'rtasida epilepsiya bilan bog'liq konsultatsiya asosan uzoq vaqt olib boriladi. Sababi aynan mana shu tashxislash uchun. Ya'ni siz keldingiz, menda tutqanoq bo'ldi deb shunchaki tekshiruvlarga yuborib dori yozib berishimizdan iborat emas bu konsultatsiya. Bu juda ham kuchli, ya'ni uzoq vaqt davom etadigan jarayon hisoblanadi. Ya'ni bemor bilan shifokor o'rtasida uzoq muddatli bu yerda demak epilepsiya tashxisi yuzaga keladi. Ya'ni tashxislashda bu birinchi omil nimadan iborat? Birinchi omil shifokor aynan bemorda yana bitta narsa, ya'ni bemor bilan odatda shifokor ko'rigiga kelganda bemor bilan uni yaqinlarini birgalikda kelishini biz so'raymiz. Odatda ko'pincha bu narsa sodir bo'lmaydi. Gohida bemor o'zi keladi, gohida umuman bemor yaqinlari bilan keladi, lekin mana shu narsani sizlar eslab qolinglar. Doim epilepsiya bilan chalingan bemor doim uni yaqini bilan epilepsiyani, ya'ni tutqanog'ini ko'rgan odam bilan birgalikda doktorlarga kelish kerak. Chunki nimaga? Birinchi omilga e'tibor beramiz. Birinchi o'rinda bemorni tutqanoq paytidagi bo'lgan hissiyotlari, ya'ni tutqanoq paytida yoki tutqanoqdan oldin bemorda qanaqa hissiyotlar o'tdi. Ya'ni bu semiologiya deyiladi. Ya'ni epilepsiya semiologiyasi. Ya'ni bemor tutqanoqdan oldin ma'lum bir auralarni boshdan kechirishi mumkin. Masalan, misol qilib olishimiz mumkin. Masalan, qo'l oyoqda uvishish bo'lishi mumkin. Masalan, chap qo'l oyog'im uvishyapti nimagadir yoki bo'lmasam qanaqadir qo'rqib ketishi mumkin. Hech qanaqa sabab yo'q, hech qanaqa qo'rquv yo'q, hech qanaqa stress yo'q. O'z-o'zidan qo'rqib baqirib ketishi mumkin masalan bemor. Yokida ko'ziga nimadirlar ko'rinishi mumkin. Bu sizni jinni bo'lib qolganingiz yoki qanaqadir holatni belgilab bermaydi. Ko'zga nimadir, bu gallyutsinatsiyalar deymiz, eshitish, ko'rish va eshitish gallyutsinatsiyalar. Yoki qanaqadir tanasida nimadir his qilishi mumkin. Mana shunaqa bu sensor sezgilar deymiz. Mana shunaqa auralar orqali, bular aura deyiladi. Ya'ni epileptik tutqanoqdan bo'lishidan oldingi bo'lgan auralar. Ba'zi bir bemorlarda masalan aytishadi, tanamdan xuddi yurib ketadigandek hislar, tomog'imga tiqilib qolgandek hislar bo'ladi tutqanoqdan oldin. O'zim bilaman, sezaman, mana shunaqa his bo'ladi, sразу yotib olaman deyshadi. Yoki bo'lmasam tomog'imda nimadir tiqilyapti, shu narsa ro'y beradi, yoki bo'lmasam yuragim tez urib ketyapti deyshadi. Mana shunaqa holatda ko'pincha bemorlar oldindan bilishadi va mana shu holatlar auralar deyiladi. Demak, mana shu auralarni biz bilishimiz muhim. Bu nima uchun muhim? Chunki bu auralar aynan epileptogen zonani bizga topib berishda yordam beradi. Ya'ni, masalan, misol qilib aytaylik. Sensor auralar bo'lishi mumkin. Masalan, qo'l, oyoqda ushuvchi harakatlar, sensor paresteziyalar. Qanaqadir qo'lda boshqacha hissiyotlarni sezishadi bemorlar. Qizib ketish, qanaqadir qichishish, yoqimsiz sezgilar. Mana shu masalan bosh miyani tepa sohasida joylashgani uchun paresteziya tepa sohasi shu markazga javob bergani uchun demak bu epileptogen achak bu bosh miyani tepa sohasida joylashgan ekan. Yoki bo'lmasam bemorlar kuchli qo'rqib ketishadi yoki bemorlar baqirib yorishadi. Mana demak bu hissiyot markazi, bu demak amigdala, demak bu chakka sohasida joylashgan ekan degan tushuncha bizga kerak bo'ladi. Demak, tashxislashimizda juda ham muhim. Ya'ni auralar orqali ham bemorda miyani qaysi bo'lagida nima jarayon yuzaga kelayotganini bizga bu bilib beradigan tushuncha. Endi o'sha ikkinchi narsaga o'tamiz. Bemor o'sha tutqanoq bo'ldi, oyog'ini eslolmaydi masalan. U joyni kim aytib beradi bizga? Aynan epilepsiyani tutqanoqni ko'rgan odam, ya'ni tutqanoqqa guvoh bo'lgan odam bizga u joyni aytib beradi. Aytib berishi shart, chunki bu ma'lumotlar bizga juda ham muhim. Ya'ni masalan bemordan so'raymiz, chap qo'l yoki o'ng qo'l deyishimiz ham, o'ng qo'lni, chap qo'li ahamiyatga ega, chunki miyani qaysi yarim shari,
Ya'ni agar bemorda chap qo'lida o'ng qo'lida o'ng oyog'ida yuzaga keladigan demak harakatlar, motor harakatlar yuzaga keladigan bo'lsa, demak bu chap yarim sharga tegishli bo'ladi. Shuning uchun ham biz bemordan oldin o'naqaymi, chapaqaymi buni so'raymiz. Va tutqanoqni ko'rgan odam bizga aytib beradi. Qanaqa boshlandi? Demak, baqirish bilan boshlandi. Keyin nima bo'ldi? Keyin nimagadir shu bemorning qo'li o'ng tarafga qarab cho'zilib ketdi mana bunaqasiga. Keyin nimagadir boshi ham cho'zilib ketishni boshladi. Yoki bo'lmasam oyoqlarida qanaqadir notekis harakatlar yuzaga keldi. Yoki bo'lmasam bemor o'zini otib, u yoqdan bu yoqqa notekis harakatlarni yuzaga keltirdi. Yoki bo'lmasam qo'pol, mana gipermotor harakatlar deymiz. Qo'pol qo'l oyoqlarini katta ochib harakatlar qildi deydi. Demak, mana shunaqa holatni tutqanoqni ko'rgan guvoh bizga aytib berish kerak. Chunki bu qanaqa darajadagi tutqanoq? Bu tonik klonik xarakterdagi tutqanoqmi yoki gipermotormi? Masalan, gipermotor degani bu demak qo'lini baland ochib qattiq tartibsiz harakatlar qiladi. Bemor baqirib, hattoki kimgadir ozor berib, narsalarni otib tashlashi mumkin masalan. Mana shu holatlarda demak, agar bizga o'sha guvoh bizga ma'lumotlarni bersa, demak bu frontal sohada ekan. Demak temporal sohadan tashqari, ya'ni temporal degani chakka sohasi. Chakka sohasida joylashgan achakdan tashqari, demak epilepsiya chaqiruvchi tarmoq, demak frontal sohada ham joylashgan ekan. Demak peshona sohada ham joylashgan ekan degan tushunchani bizga beradi. Tasavvur qilasizlarmi? Ya'ni bemorni mana shu ikkita ma'lumoti bizga mana shu tashxislashda yordam beradi. Demak bizga xulosa qilishda yordam beradi. Lekin bu bu taxminiy tashxis bo'lgani uchun, demak mana shu ikkita narsani, demak klinik semiologiyada muhim ekan. Demak har doim bemor doktor olish oldiga borishdan oldin, demak albatta o'zingizlar ma'lumotga ega bo'linglar hamda albatta tutqanoq ko'rgan odam albatta oldiga kelish kerak. Va uchinchidan bu tutqanoqni videoga olish. Videoga doktor nimaga hazillashyapsizmi? Qanaqa biz o'sha joyda bemorni ko'rib, stressga tushib, qanaqa biz videoga olamiz? Videoga olish qanaqa qo'limizdan keladi deb menga juda ham ko'p aytishadi. Lekin men sizlarga hozir videoni nima uchun muhimligini tushuntirib beraman. Tasavvur qilinglar, hozir mana bemorni, demak o'zini hissiyotlari orqali hamda uni ko'rgan guvoh orqali biz shuncha ma'lumotga ega bo'lyapmiz, lekin guvoh hamma narsa stressda bo'lganligi sababli hamma ma'lumotlarni bizga aytmasligi mumkin. Chunki ko'rmagan bo'lishi mumkin. Hamma narsa chunki u stressda bo'ladi. Masalan, bizga oddiy qo'l harakatlari, masalan, barmoqlardagi harakat, oyoq barmoqlaridagi harakat, mimika harakatlari, ayniqsa mayda bo'lgan o'zgarishlar ham biz uchun muhim. O'shani biz bilishimiz uchun demak video kerak. Ya'ni agar bemorda tutqanoq bo'lishdan oldin demak o'zida sezayotgan o'zgarishlarni bilgandan sirasi yaqinini chaqirish kerak. O'sha joyda yaqinni videoga olish kerak. Bu albatta hech qanaqa bu uyatli jarayon, ustidan kuladigan jarayon emas, balki bu siz tutqanoq bo'layotgan odamga yordam beryapsiz. Mana shunaqa qarash kerak, chunki bizga bu tashxis uchun juda ham muhim. Ya'ni tutqanoq bo'layotgan odamni avvalambor birinchi yordam berasiz. Hozir birinchi yordam bilan gaplashamiz va o'sha videoni qo'yib qo'ygan holatda birinchi yordam berasiz. Ya'ni birinchi o'rinda biz yaqinlarga, bemor yaqinlariga beradigan, demak, maslahatimiz tutqanoq bo'layotgan odamni hech qachon panikaga tushmang, stressga tushmang. Bemor o'lib qolmaydi. Ko'p holatlarda, demak 99% holatlarda bemor o'lib qolmaydi. Shuning uchun birinchi yordam ko'rsatishga harakat qiling. Odatda masalan ko'pincha ular qo'rqib ketishadi. Ya'ni bemorda tutqanoq bo'ldi, sirazu bemorga narsalar sepib, og'ziga narsalar tiqib, qoshiqlarni tiqib, qo'rqib, yig'lab, panikaga tushib, battar o'zligini yo'qotib qo'yishadi. Aslida bu esa demak epilepsiya bilan chalingan bemor holatini battar yomonlashtirishi mumkin. Chunki siz birinchi yordam qilish o'rniga unga zarar yetkazmoqdasiz va zarar yetkazishdan tashqari o'zingizga zarar yetkazmoqdasiz. Bemorda demak buni o'rniga nima qilish kerak? Tutqanoq sodir demak bo'lyapti. Bemorni birinchi o'rinda o'sha xonani, ya'ni xonani shamollatish kerak. Bemorga havo yetishmayapti.
oynalarni ochish kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda bemorni tiqilib turgan kiyimlari bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir havo juda ham bir ko'p kiyim kiygan bo'lishi mumkin, masalan, bilib bo'lmaydi. Mana shunaqa holatlarda kiyimini bo'shatish kerak, havo yetkazish kerak. Va panikaga tushmasdan hech qanaqa og'ziga qoshiq yoki nimadir temir, cho'pmi nimadir tiqmaslik kerak. Bemorni boshini yonboshga yotqizib, demak, epileptik tutqanoqqa o'tib ketishini kutish kerak. Ya'ni bemorga toza havo bilan ta'minlanib, mana shunaqa boshini yonboshga qilgan holatda kutish kerak. Agar tutqanoq demak 3 minutdan ko'proq davom etadigan bo'lsa, albatta birinchi tez yordamga chaqirish kerak. Tez yordam shifokori yetib kelib va bemorga demak birinchi yordamni o'zi ko'rsatadi. Va undan keyin albatta epileptolog shifokor ko'rigiga albatta olib borish kerak bo'ladi. Demak, mana shunaqa holatda agar yuz beradigan bo'lsa, bu xatolarni umuman qilmanglar. Ya'ni hech qanaqa panikaga tushish shart emas, hech qanaqa qo'rqish shart emas. Bu epilepsiya degani emas. Ya'ni bu masalan kimdadir birinchi marta tutqanoq yuziga kelayotgan bo'lsa, ko'pchilik voy epilepsiya bo'ldi deb qo'rqib ketishadi. Birinchi marta bo'layotgan tutqanoq epilepsiya degani emas. Shuni ham yodda tutinglar. Agar birinchi marta tutqanoq bo'layotgan bo'lsa, qo'rqish kerak emas. Uni albatta tekshiruvdan keyin ma'lum bo'ladi. Demak, juda ham ko'p tutqanoq bo'layotgan paytda ham masalan bemorlar odatda yana ham panikaga tushib qolishadi. Bu ham noto'g'ri ish. Undan ko'ra bemorga o'sha to'g'ri yo'l bemorning videosi, ya'ni tutqanoq paytidagi boshidan oxirigacha aynan tutqanoq paytidagi emas. Agar iloji bo'lsa, sharoit bo'lsa, aura bo'lgan paytdan boshlab tutqanoq bo'ldi, yuz berdi va tutqanoqdan keyingi holatda ham demak yuziga etish kerak. Nimaga keyingi holat muhim deyishinglar mumkin. Demak, bizga oldingi holat muhim bo'ldi. Tutqanoq paytidagi holat muhim bo'ldi. Tutqanoqdan keyin ham bizda qanaqadir signallar bo'ladi. Ya'ni epileptik bemorlarda ba'zi holatlarda mana tot parezi deymiz. Tot parezi bu insultga o'xshagan holat. Ya'ni qo'l oyog'i ishlamay qolishi mumkin. Bemorning mana shunaqa holati va insult bo'ldi deb ham qo'rqib ketishadi-da. Bu narsa aslida epilepsiyadan keyingi postiktal tot parezi bo'lishi mumkin. Tushundinglar? Ya'ni mana shu holatlar yuzaga keladi. Ba'zi bir bemorlarda tutqanoqdan keyin ato muhitni anglamay qoladi. Ya'ni postiktal confusion deyiladi buni ingliz tilida, o'zbek tilida anglamay qolish, derealizatsiya. Ya'ni bu men qayerdaman, hozir nima bo'ldi, men kimman deb bemor o'zini bilmay qolishi mumkin. Mana shunaqa holat ham epilepsiyadan keyingi holat bo'lishi mumkin. Ammo bu holat ham bizga ma'lumot beradi. Ya'ni bu miyani qaysi bo'lagidan ketyapti degan ma'lumotni bizga beradi. Shuning uchun ham ko'pincha odatda tutqanoq o'tib ketgandan keyin mana shu holatga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Ba'zi bir bemorlar uxlab qolishi mumkin. Mana shu narsalar ham bizga ahamiyatli. Ya'ni postiktal fenomena deyiladi inglizchada, postiktal holat. Ya'ni tutqanoqdan keyingi holat bizga demak, mana shu 3 ta katta narsa tasavvur qilinglar. Menimcha ko'pchilikka hozir bilim bera oldim, ko'pchilikka tushuntira oldim. Menimcha noto'g'ri qarashinglarni ham ozgincha to'g'rilandi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, plus qoldiringlar. Efir ham yaxshi ketayotgan bo'lsa, demak, ovozim sifatli yetib borayotgan bo'lsa, demak, plus qoldiringlar, men ko'rib yana davom etaman. Demak, plus qoldiringlar. Xo'p, davom etamiz. Bundan tashqari epilepsiyani demak ko'pchilik bemorlardagi yana bir oxirgi sabab qolib ketdi, uzr. Oxirgi sabab bu demak tashxislashdagi oxirgi narsa bu bemor kelgandan keyingi, ya'ni bemor bizaga anamnez yig'ishimizda bemorda semiologiyasi, bemor o'zini demak hissiyotlari, tutqanoqqa sabab bo'lgan, demak guvoh bo'lgan insonni demak bizaga fikrlari va demak tutqanoq videosi va 4-chi narsaga keladigan bo'lsak, bu albatta EEG tekshiruv, ya'ni epilepsiyada oltin standart bo'lgan elektroensefalografiya tekshiruvi hamda MRT tekshiruvi bizaga eng oxirgi tashxis manbai bo'lib hisoblanadi. Tushundinglar? Demak, mana bu 3 ta narsa bemor bilan o'zini demak uni caregiveriga bog'liq ekan. Demak, oxirgi narsa bu EEG bilan MRT tekshiruv, bu oltin standart hisoblangani uchun bu ko'pchilik hayron qoladi. MRT ham oltin standartmi? Da.
MRT ham oltin standart. Bu demak dunyo bo'yicha demak epilepsiya markazlarida birinchi o'rinda qilinadigan narsa. MRT bo'lganda ham bu qanaqa MRT? Ya'ni ko'pchilik bemorlar buni tushunmaydi. Mana shu joyga yetib kelamiz. Ko'pchilik bemorlar mana MRT qilganman, MRT toza chiqqan deyshadi. Lekin u MRT bizga epilepsiyaga achakni ko'rsatib bermaydi. Sababi nimaga? 1,5 Tesla MRT yoki uni sifati past bo'lgan MRTlar epilepsiya chaqirayotgan achak deymiz. Ya'ni har qanaqa achaklar ham epilepsiyani chaqirmaydi, shuni bilib olinglar. Masalan, bir xil qo'rqadi-da, boshimda qanaqadir kista bor ekan, arachnidalniy kista bor ekan va endi men epilepsiya bo'lib qolish xavfim bormi deb aytishadi-da, qo'rqishadi. Lekin yo'q, u narsa demak epilepsiyaga achak emas. Chunki epilepsiyani chaqiradigan achak bo'lsagina epilepsiya chaqirishi mumkin. Ya'ni mana shu joyda ham ehtiyot bo'lamiz. U narsalar bizda oddiy MRTda ko'rinmaydi. Tasavvur qiling, qo'lingizda oddiy bir Mi telefoni bor yoki qo'lingizda iPhone telefoni turibdi. Sifati yaxshi ko'rsatib beradi, hamma narsani tiniqligicha, dyumigacha ko'rsatib beradi. 1,5 Tesla yoki undan oddiy MRTlar, masalan, Mi telefonga aniq qiladigan bo'lsak, masalan, 1,5 Teslani yomonlamoqchi emasman. Lekin bizga mana shu sifati yaxshi bo'lgan, chuqur ko'rsatadigan demak apparat 3 Teslali MRT hisoblanadi. Ya'ni 3 Teslali epileptik protokol bilan qilinadi bu narsa. Ya'ni Harness protokoli deymiz. Butun jahon bo'yicha aynan mana shu Harness protokoli bo'yicha 3 Teslali MRT asosida epilepsiyaga tashxislash yana ham aniqroq bo'ladi. 1,5 Teslada ba'zi bir epilepsiyaga achaklar ko'rinishi mumkin, lekin ko'plari, ya'ni juda ham ko'p foiz holatlarda ko'rinmagani sababli biz odatda mana shu 3 Tesla MRTni bemorlarga tushirishni biz tavsiya qilamiz. Mana shu holatlarda aynan miyani ichki chuqur tuzilmalari, ya'ni gipokamp bo'lishi mumkin, frontal sohada qanaqadir fokal kortikal displaziya bo'lishi mumkin. Birinchi sanab o'tdim, struktur sabab. Ya'ni biz birinchi o'rinda struktur sababni inkor qilishimiz kerak bemorda. Ya'ni struktur, ya'ni bemorda tutqanoq bo'ldi, bizda xulosa keldi, bemorning qaysidir sohasida, demak, qanaqadir achak bor. Mana shu holatda biz MRT orqali achakni tasdiqlab olamiz o'zimizga. Tasavvur qiling, bemorda o'ng taraflama, chap tomonlama, o'ng tomonlama chakka sohasida qanaqadir achak bor deb taxmin qildik bemor o'zini so'zlariga ko'ra. Va mana shu holatda biz EEG orqali hamda MRT orqali bir-biri bilan соотношенияsiga qarab biz tashxis qo'yamiz. Demak, taxmin qildik. Taxminga asosan EEG qildik. EEGimiz ham taxminni o'zini oqladi va mana shu narsa demak demak MRTda biz tasdiqlab olamiz. Demak, mana shu sohada nimadir bor degan narsa EEGgacha aniq bo'ldi. MRTda 100% shu narsa chiqib keladi. Masalan, fokal kortikal displaziya bo'lishi mumkin. Sabablari ko'p-da uni. Masalan, bo'lishi mumkin kavernozniy angioma bo'lishi mumkin. Uni sabablarini faqat biz bilamiz. Mezal temporal skleroz bo'lishi mumkin. U narsa bosh miyani o'zini anomaliyalariga bog'liq. Demak, mana shu narsaga ahamiyat berar ekanmiz. Keyin yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bemorlar tomonidan juda ham ko'p xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Masalan, faqat epilepsiyani tutqanoqni faqatgina hushdan ketish, og'izdan so'lik oqishi, tirishish harakatlardan iborat deb o'ylashadi, lekin aslida ko'pchilik bilmaydi, epilepsiya ma'lum bir kichkina demak harakatlarsiz ham kechadigan holatdan ham iborat. Ya'ni bu masalan fokal tutqanoq bo'lishi mumkin. Sizlar biladigan tutqanoq ko'pincha bu generalizovanniy tutqanoqlar. Ya'ni nima degan hozir tushuntirib beraman. Demak, tutqanoq ikkita katta guruhga bo'linadi. Ya'ni fokal tutqanoqlar, generallashgan tutqanoqlar. Fokal tutqanoqlar asosan boya aytganimdek, miyani ma'lum bir bo'lagida nimadir struktur sabab bo'ladi. Masalan, boya aytganimdek, chakka sohasida qanaqadir mezal temporal skleroz bor, yoki qanaqadir hosila bor, biz bilmaydigan. Masalan, chakka sohasida qanaqadir gipokampda o'zgargan anomaliyalar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa frontal sohada demak fokal kortikal displaziya bo'lishi mumkin, uni bilmaymiz. Mana shu soha demak fokal epilepsiyaga ko'pincha xos bo'ladi. Ya'ni boya aytayotgan auram ham, ya'ni bemorda boshida nimadir sezdim deydigan hissiyot ham
99% fokal epilepsiyaga tegishli. Ya'ni ko'pincha generallashgan epilepsiyada odatda aura bo'lishi xos emas. Aynan 1-5% holatlarda generallashgan tutqanoqda ham aura bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha birdaniga bemor hushdan ketib, demak og'zidan so'lay oqib qolishi mumkin. Aynan mana shu nimaga biza bilishimiz kerak fokal bilan generallashganni? Chunki fokal tutqanoqda lecheniya boshqacha bo'ladi. Generallashgan tutqanoqda lecheniya boshqacha bo'ladi. Masalan, ko'pincha mana shu narsa hisobga olinmaydi-da, odatda mana shu joyda adashish yuzaga keladi ko'pincha. Aynan ba'zi bir holatlarda bemorlarga fokal tutqanog'iga mumkin bo'lmagan dorilar yoki masalan generallashgan tutqanoq uchun fokalni dorilari tushmaydi. Mana shu holatlarda ko'pincha fokalni dorilari ichilayotgan bo'lsa, u noto'g'ri oqibatlarga olib keladi yoki bemor tuzalmasligiga olib keladi. Ya'ni epilepsiyani tashxisi mana shu joyda o'zini oqlaydi. Ya'ni biz mana shu narsalar orqali ma'lumot yig'dik, bu fokalni generalizatsiyalashganligini aniqladik va mana shu holatda bemorga biz dori tanlaymiz. Ya'ni ongli holatda bemorga dori tanlanadi. Keling, mana shu dorini ichib ko'ring, bo'lmasa undan kuchlisini yozaman degan narsa yo'q. Ya'ni bemorda ongli ravishda biz bemorga aynan dori tanlaymiz. Va ikkinchi narsa, ya'ni bemorga fokal ba'zi holatlarda juda ham bir hozirgacha demak bahsli munozara deymizmi yoki bo'lmasa hozirgacha bir ko'pchilikni qiynayotgan narsa, masalan, generallashgan tutqanoq bemor keladi doktor oldiga, ta'riflab berishi bo'yicha generallashgan tutqanoqni ta'riflab beradi-da. Masalan, mana shunaqa tutqanoq bo'ldi, hushidan ketdi yoki bo'lmasa og'zidan so'lay keldi. Generallashgan tutqanoqni, chista generallashgan tutqanoqni ta'riflab bergandan keyin shifokor ham generallashganga dori yozadi-da. O'sha narsa bitta narsa mana shu yerda unutilib qolib ketildi. Nima uchun mana konsultatsiya uzoq davom etadi? Mana shu joyda biz epileptolog shifokorlar bemorlarga savol berishimiz kerak. Ya'ni bu fokal boshlanmaganmi? Ya'ni ba'zi bir generallashgan tutqanoqlar birinchi fokal boshlanadi-da, generallashganga o'tib ketib qoladi, chunki tarmoq kengayib ketadi-da. Masalan, bemorda tutqanoq yuzaga keldi, aura bo'ldi-da, baqirish bilan boshlandi, keyin to'satdan tonik-klonik harakatlar bilan tuqishdan ketib qoldi. Lekin bemorlar biladiki, u tonik-klonik harakatda, ya'ni bu spetsifik bo'lgan katta tutqanoq bilishadi. O'sha narsani doktorga aytgandan keyin doktor ham generallashganga dori yozadi, masalan, fokal jihatini e'tiborga olmaydi. Mana shu joyda ko'pincha adashish hosil bo'ladi. Ya'ni demak bu o'zi aslida fokal tutqanoqqa tegishli hisoblanadi. Ya'ni chunki u fokal boshlandi. Uni sababi fokal. Ya'ni fokal boshlangandan keyin u o'sha generalizatsiya, u tarmoqlanib ketdi. Propagatsiya, ya'ni ingliz tilida propagation deymiz. Propagatsiya bo'ldi. Ya'ni fokal boshlandi, ma'lum bir joyda boshlandi, u tarqalib ketdi. Tarqalib ketgandan keyin mana shu generalizatsiya bo'ladi. Mana shu holatda ham ko'pincha adashish yuzaga kelgani uchun ko'pincha ba'zi bir holatlarda dorilarda ham demak adashish yuzaga keladi. Yana bitta narsa, tutqanoqlar ichida ya'ni fokal tutqanoqlari qanaqa yuzaga kelishi mumkin? Fokal tutqanoqlar odatda 1 minutga ham yetmaydi. Odatda 1 minutgacha bo'ladi. Masalan, boya aytganimdek, qo'l oyoqlarning harakati, ma'lum muddat qotib qolish yoki baqirib, tikilib, xuddi inson o'zini hushini 1 minut ongini yo'qotgandek hissiyot bo'ladi. Masalan, chaqirsangiz eshitmaydi, javob bermaydi-da, sizni tanimasligi mumkin o'sha joyda. Lekin ongi o'zida, hushi o'zida bo'ladi, ongi o'zida bo'lmaydi, hushi o'zida bo'ladi. Mana shunaqa holatlar fokal tutqanoqlar. Ba'zi bir masalan tutqanoqlar bor, ko'pincha absanslar deymiz. Absanslar holatda ham ma'lum muddatda sekundlar ravishda ong o'chishi mumkin. Ya'ni qotib qolishi mumkin, ovqat yeyotganda ko'zi ma'lum bir nuqtaga tikilib qolishi mumkin yoki o'zim kipriga uchishi mumkin. Buni fokal tutqanoqdan ajratish kerak. Mana shunaqa holatda ko'pincha bemorlar buni absanslar deb o'ylashadi yoki bo'lmasa mana shunaqa holatda ko'pincha chalkashlik yuzaga keladi. Bizi uni chalkashlikni ochadigan odam bu epileptolog shifokor bo'ladi. Mana shu narsani demak chalkashliklarni adashtirmaslik kerak. Ya'ni absanslar ham ma'lum bir sekund davom etadi. Absanslarni bilishimiz uchun biz albatta bemor demak tarixi hamda egi orqali biz aniqlashimiz kerak. Ya'ni ma'lum bir absansi chaqiriladigan o'zini qo'zg'atuvchilari bor. Mana shu qo'zg'atuvchilar asosida biz absans chaqirib, demak absansligini yana ham bilib olishimiz yoki video orqali bilib olishimiz mumkin. Yana bitta narsaga adashtirmaslik kerak. Absanslar bular demak generallashgan tutqanoqqa tegishli tutqanoq turi.
Masalan, ko'pchilikda adashish holati yuzaga keladiki, absanslarni fakal deb o'ylanadi yoki shunga o'xshash holat yuzaga keladiki, absanslarga fakalni dorisini berib yuboriladigan holat yuzaga keladi. Absans bu generallashgan tutqanoq, bu fakal tutqanoq emas. Ya'ni generallashgan degani faqat ko'pchilikning xayolida bu hushdan ketdi, o'sha uzoq muddat davom etdi degan narsani tushunishadi. Yo'q, bu absans ham generallashgan tutqanoqqa kiradi. Shuning uchun ham absansda aynan fakalni dorilar emas, generallashganni dorilar tanlash kerak. Shuning uchun ham mana shu tushunchalarni optimallashtirish, yaxshilashtirish maqsadida sizlarga batafsil tushuncha beryapmanki, aynan dori tanlashda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Dori tanlashda aynan epilepsiyani qaysi tashxislash, ya'ni epilepsiyani qaysi turi, qanaqa turi, demak birinchi o'rinda tashxislashga e'tibor berishimiz kerak ekan. Ko'pchilik bemorlar shoshadi. Mana shu shoshishi men sizlarga maslahat beraman. Juda ham mana shu narsaga shoshmanglar, sabrli bo'linglar, chunki tezroq tuzaladimi mana shunaqa narsaga aniq qilishadi. Sabr qilisha olmaydi, tekshiruvni oxirigacha bormaydi kimdir masalan. Endi o'ylab qarasanglar, demak mana shu narsalar dunyo standarti bo'yicha mana bu aytib o'tgan 4 ta tashxislash usulimga gina e'tibor beriladi. Ya'ni EEGni qanchalik darajada yozilishini bu epileptolog shifokor belgilaydi, hamda MRTni ham yana tushunib oldinglar, 3 testali epileptik protokol bilan qilingan holatlarda biz struktur sabablarni aniqlashimiz mumkin. Ba'zi bir holatlarda mana boya aytib o'tdim, fakal tutqanoqli shunchalik darajada sekund davom etadiki, generalizatsiyaga tez o'tib ketadiki, inson juda ham ko'pchilikda adashish hosil bo'ladi. Mana shu narsani generalizatsiyaga deb e'tiborish holatlari 99% yuzaga keladi. Mana shu holatda biz o'sha ichkaridan juda ham sinchiklov bilan o'sha tekshiruv o'tkaziladi. Mana Avstriyada ishlaganimda aynan tashxislashi shunchalik darajada kuchli qilinishiga e'tibor demak guvoh bo'lganman. Ya'ni tashxislash jarayoni o'tda birinchi o'rinda, ya'ni butun dunyoda birinchi o'rinda tashxislash jarayoni turadi. Birdaniga menga 2 ta dori yozib bering, tuzaldi, tuzalmasa boshqaga boraman, u yoq bu yoq degan narsa emas. Birinchi o'rinda sabrli bo'ling, birinchi o'rinda tashxislab olaylik. Bemorda qaysi turi, qachonki biza to'g'ri tashxis qo'ysak, demak bu narsa 50% ni tashkil qiladi to'g'ri davolash. Ya'ni to'g'ri tashxislasak, biza to'g'ri davoga demak yo'l olar ekanmiz. Demak, shu orqali biz tashxislaymiz, shu orqali bemorlarni demak ogohlantiramiz. Odatda videosi bilan kelishi, demak bu narsani tugatdik. Fakal bilan demak generalizatsiyalashgan tutqanoqlarni ham demak sizlar bilib oldinglar. Demak biz uchun demak hozirgacha bo'lgan ma'lumotlar asosida demak tanadagi juda ham bir mayda harakatlar ham bizga muhim ekan. Ya'ni vrachlarga bu narsa juda ham muhim ekan tashxis qo'yishda, shuni bilib oldinglar, shuni mana shuni bilib olgan holatda, juda ham e'tiborli bo'lgan holatda shoshmasdan birinchi o'rinda tashxisga e'tibor bersak, demak bu narsani ochishimizga kerak bo'ladi. Ba'zi bir holatlar bo'ladi. Masalan, miyani demak achak noma'lum qoladi. Miyani ma'lum bir juda ham chuqur joyda joylashgan bo'ladiki, juda ham sattiq o'zgarish deymiz, ya'ni juda ham nozik, ko'zga ko'rinmas ma'lum bir o'zgarish bo'ladiki, uni ba'zi holatlarda MRTda ham ko'ra olmaymiz-da. U chunki juda ham kichkina, juda ham bir ko'z ilg'amas joyda joylashgan bo'ladi yoki bo'lmasa qanaqadir miyani ma'lum bir hujayrasi, kichkina hujayrasida joylashgan patologiya bo'ladi. Mana shu holatlarda aynan stereoEEG degan tekshiruv bor. Bu narsa O'zbekistonda hali mavjud emas. Mana shu agar bemorga tashxis qo'yilish qiyin bo'lsa, aynan sababi topilmasa, sirasi dori yozishga shoshilinmaydi. Mana Avstriyada men juda ham ko'p epilepsiya xirurgiyasiga guvoh bo'lganman. Aynan mana shu stereoEEG apparat orqali miyani o'sha kichkina ko'z ilg'amas sababni ham aniqlashga harakat qilishadi. Va mana shu stereoEEG orqali mana shu sabablarni aniqlab bo'lgandan keyingina konsilium qilib polni neyroxirurglar bilan bu operatsiyaga javob beradimi, operatsiya bo'lsa qanaqa turdagi operatsiya, o'sha narsalar tanlanadi. Masalan, ba'zi bir epilepsiya turlari bo'ladi, masalan, dorilarga javob bermaydi. Mana shu joyga yetib kelyapmiz hozir. Ya'ni epilepsiya 70% dorilarga javob beradi, to'liq nazoratga olinadi, siz yaxshi hayot kechirishingiz mumkin, tutqanoqdan qutulishingiz mumkin, ya'ni nazoratga olinadi. Va buni 30% ko'pchilik bemorlarga umidsizlikka olib keladigan narsa bu, demak, dorilar bilan ham ba'zi holatlarda shu narsaga e'tibor beringlar keyin. Mana ko'pchilik bemorlar nimaga dori ichyapmiz-ku, 2-3 ta antiepileptik preparatlar
ichyapmiz, lekin qanaqadir ta'sirini ko'rmayapmiz. Balki bu dori noto'g'ri tanlangandir degan savolni qo'yish kerak. Birinchi o'rinda, agar to'g'ri tanlangan bo'lsagina, ya'ni butun jahon epilepsiya tashkilotini, demak, 2017-yilda chiqargan demak, qoidasiga ko'ra drug resistant epilepsy deymiz, ya'ni dorilarga turg'un epilepsiya. O'zi nima degani deydigan bo'lsak, uni qoidasi bor, ma'lum bir qoida bor. Biz o'zimizdan kelib chiqib qoida yaratib davolamaymiz kasallarni. Hamma narsaga o'zi yozib qo'yilgan qoidalari bor. Chunki butun dunyoda olimlar ilmiyot nimaga kerak? Mana shuning uchun ham kerak. Ma'lum bir kuzatuvlar asosida, ma'lum bir sinovlardan keyin mana shunaqa qoidalar o'ylab chiqilgan. O'z-o'zidan o'ylab chiqilmagan u narsalar. Mana shunaqa qonun qoidasi bor. Ya'ni dorilarga turg'un epilepsiya o'zi nima degani deydigan bo'lsak, bu ma'lum bir demak epilepsiyaga to'g'ri tanlangan kamida ikkita preparat, ya'ni bemorlar faqat bitta preparat bilan chegaralanib qolmaydi. Bemorlar masalan 5-6 ta preparat ichishi ham mumkin. Tushundinglar? Ya'ni kamida ikkita to'g'ri tanlangan preparat va aynan to'g'ri dozada, ya'ni bemoridagi qondagi miqdoriga qarab tanlangan, to'g'ri dozada tanlangan ikkita kamida preparat asosida davolanganda 1 yil ichida bemorda tutqanoqlar to'xtamasa, demak bu doriga turg'un epilepsiya hisoblanadi. Bu men yaratgan qoida emas, bu epilepsiyada aynan butun jahon epilepsiya tashkiloti tomonidan yaratilgan, ma'lum bir yozib qo'yilgan bu qoida hisoblanadi. Ya'ni bemorlar ba'zida aytishi mumkin, voy bu ikkita doriga o'tkazdilar, voy ikkita dori ichibman, men xohlaymanki bitta dori xohlardim, organizmga zarar bo'ladi-yu, bu jigarimni quritadi-yu deydigan narsalar bo'ladi. Yo'q azizlar, bu narsa ham o'ylab qo'yilgan, bekorga epileptik preparatlar yaratilmagan. Ya'ni epileptik preparatlar naborot ichmagandan ko'ra uni to'g'ri dozasini tanlash, uni masalan fokal va generalizatsiyalashgan, agar birga uchraydigan bo'lsa dorini ko'paytirish juda ham muhim va kerak bu yerda. Chunki epileptik preparatlar shunaqa ishlab chiqarilganki, bu jigar faoliyatiga o'ta demak xavfi kam va butun organizm uchun umuman xavfi kam bo'lgan qilib ishlab chiqariladi va ko'pchilik bemorlar tomonidan xato qilinadi. Voy ovqatimni yemagandim, dori ichmadim, shuning uchun voy esimdan chiqib qopti, o'sha payti och edim, ovqatimni ichishim kerak edi. Mana shu narsaga e'tibor beramiz. Ana epilepsiya bilan kasallangan bemorlar обязательно ovqatga bog'liq emasmi epileptik preparatlarni ichib olishlari shart o'z vaqtida. Chunki dorilar shunaqa ishlab chiqarilgan, shunaqa bemorlar uchun xavfsiz. Ya'ni ma'lum bir, ya'ni taroziga qo'yganimizda, конечно, dorilarda baribir reaksiyalar bo'lishi mumkin, lekin bu narsa o'ylab chiqilganki, demak, buni foydasi, demak, anchagina baland bo'lgani uchun bu dorilar ishlab chiqariladi. Bo'lmasa ishlab chiqarilmas edi. Shuning uchun dorilardan qo'rqmanglar, to'g'ri yozilgan dori va to'g'ri dozada tanlangan dori bemorga mana demak, masalan 4 ta, 5 ta darajadagi epileptik preparatlar berishimiz mumkin bemorlarga. Masalan, tasavvur qilinglar, fokal boshlangan, generalizatsiyalashgan tutqanoq. Demak, bu yerda agar biz generalizatsiyalashgan tutqanog'iga dori beradigan bo'lsak, fokal boshlangan joyiga nima ta'sir qiladi? Nima o'zi kelib chiqishi fokalku, nimaga fokalga bermayapmiz? Tushundinglar? Demak, generalizatsiyaga bu joyda, demak, ko'proq dori, ya'ni epilepsiyaga tarmoq katta bo'lgani uchun dorilar ishlamasligi mumkin ba'zi holatlarda. Ba'zi holatlarda bitta bir xil bemorlar borki, bitta dorini masalan ichishadi-da, dozasini katta qilib yuborishadi, baribir ta'sir qilmaydi. Baribir. Chunki tarmoq katta o'tdi. Tarmoq fokal emas. Generalizatsiya qo'shilgan-ku. Nimaga generalizatsiyani yopadigan, tarmoqni yopadigan dori qo'shilmayapti bu yerda? Nimaga? Shuning uchun dorilarni, demak, ta'sir epilepsiyaga dorilar har xil bo'lgani uchun bu yerda aynan bitta, ya'ni monoterapiya kamlik qiladi bu yerda. Agar masalan endi boshlangan bemorda chisti fokal tutqanoqlar bo'lsa, masalan, biz uni EEG orqali bilib olamiz, generalizatsiyaga moyil emas bo'lsa, agar o'sha odamning tutqanog'i, biz to'g'ri bitta dori bilan boshlaymiz. Ya'ni har doim bu ikkita dori ichadi, bu ko'p dori ichadi degani emas. Bu albatta bu holatga qarab belgilanadi. Ya'ni bemorning holatiga, o'zini tarixiga, masalan, ba'zi bir bemorlar bo'ladiki,
oilasida ikkita ham, uchta ham bolasi tutqanoq masalan. Aka ukasi ham, onasi ham tutqanoq, oilaviy tutqanoqlar bo'ladi. Mana shu holatda masalan dori yozib berilsa, hamma bir-birinikiga o'xshagan bo'lgani uchun mana shuni ichib ko'ringchi yoki masalan qo'shnisida epilepsiya bor, voy mana shu dorini ichib ko'ring, sizga zo'r ta'sir qildimi, mana ham ichaman, demak zo'r ta'sir qildi. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. Demak, epilepsiya har xil bo'lganida, demak, epilepsiyaga tashxis qo'yish orqali biz dorilarni har bir bemorga individual tanlaymiz. Ya'ni individual ravishda, shuning uchun ham men maslahat bergan bo'lardimki, umuman hech qanaqasiga demak, kechiktirmasdan kimnidir bolasi yaxshi bo'lgan, o'sha doridan yaxshi bo'lgan, demak bu doridan bizaniki ham yaxshi bo'ladi deb emas, balki mana shu tushunchalarni men sizlarga bekorga bermayapman. Shuning uchun ham albatta vaqtida epileptolog shifokorga ko'rinishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Demak, mana shu joylarga e'tibor beramiz. Demak, sizlar bilan hozirgi paytgacha epilepsiya haqida ma'lumot, demak, epilepsiya tuzaladimi degan savolga javob berdim. Tutqanoq paytida nima qilish kerak savollarga javob berdim. Keyin ba'zi bir epilepsiyadagi mana dunyo bo'yicha stigmalar deymiz. Ya'ni stigma nima? Stigma bu epilepsiya kasalligi borligidan uyalish. Xuddiki epilepsiya bilan kasallandi bemor, bo'ldi, hayot tugadi. Uning uchun hayot kelajagi yo'q endi. U endi umuman u qanaqa qilib oila quraman deydi, qanaqa qilib bola ko'raman deydi, qanaqa qilib atrof muhitga bekitib yurishadi kasalligini. Agar bu qoladigan bo'lsa ham qo'rqib, qanaqadir shunaqa narsalar qilishadi. Aslida bu umuman kerak emas narsa, chunki epilepsiya bo'yicha butun dunyo bo'yicha men sizlarga statistik ma'lumotlarga aytaman. Butun dunyo bo'yicha demak, eng ko'p uchraydigan kasalliklar bo'yicha, nevrologik kasalliklar bo'yicha 2-o'rinda turadi. Ya'ni dunyoda 40 milliondan oshiq insonlar demak, epilepsiya bilan kasallanadi. Ya'ni har 100 dan 1 insonlar epilepsiya bilan kasallanishi mumkin. Demak, endi stigmalar haqida. Stigma mana shu uyalish, bekitish kasalligini. Demak, bekitish kerak emas. Bu narsa demak hamma yoqda to'g'ri tushuniladi. Epilepsiya bilan kasallangan bemorlar bemalol oila qurishi mumkin. Epilepsiya bilan kasallangan bemorlar bemalol bola demak dunyoga keltirishi mumkin. Va albatta epileptolog shifokor nazorati ostida bo'ladi. Ya'ni ko'pchilikda savol tug'iladi. Bolalik bo'ladigan bo'lsa qanaqa qilib dorisini ichadi? Ba'zi bir preparat shunga ham olimlar ishlab chiqilganki, aynan homiladorlar uchun ham epileptolog nazorati ostida ma'lum bir epileptik preparatlar ishlab chiqarilgan. Ya'ni ma'lum bir xavfsizligi darajasi bo'yicha biz demak, xavfsiz bo'lgan, ma'lum bir kuchsiz bo'lgan, xavfi kam bo'lgan preparatlarni demak homiladorlikda teratogen ta'siri yo'q bo'lgan, ya'ni homilaga ta'sir qilmaydigan preparatlar asosida biz nazorat qilamiz. Ya'ni epileptolog shifokor tomonidan nazorat ostida bemalol bola dunyoga keltirishi mumkin. Demak, endi bolamga ham o'tadimi deydi ba'zi birovlarda. Yo'q, chunki u agar genetik bo'lmasa, demak genetik tasavvur qilaylik, biz 6 ga bo'ldik. 100% bo'ladigan bo'lsa, demak 6 dan bir qismi genetikka tegishli. Ya'ni genetik epilepsiyalarni odatda biza bemor kelayotganda biz o'zi sразу mana anamnez orqali bilib olamiz, bu genetikmi boshqami? Chunki genetik odatda epilepsiya bo'ladigan bo'lsa, bu yoshlik davridan boshlanadi. Ya'ni ba'zi bir bemorlar masalan o'rta yoshda yoki katta yoshda keladigan bemorlar bo'ladigan bo'lsa, odatda voy endi men bolamda ham bo'ladim, voy endi bunaqa bo'ladim, qo'rqib ketishadi. Yo'q, unaqa emas, u genetik emasligini biz tushuntiramiz. Ya'ni u ko'pincha struktur fokal epilepsiya yoki qanaqadir generalizatsiyalashgan, ya'ni idiopatik, noma'lum sababli generallashgan tutqanoq turiga mansub bo'ladi ko'pincha. Genetik epilepsiyalar odatda yoshlik davridan boshlanib kelgan bo'ladi. Yoshlik davridan o'sha ma'lum bir genlarda o'zgarish bo'ladi. Mana shu genlarda o'zgarish bo'lishi aynan yoshlik davridan boshlanib keladi. O'zi bilinadi bizga. Bemorni anamnez orqali biz bilamiz va shuning uchun qo'rqmanglar. Masalan, yaqinda bir bemor keldi, masalan, o'sha birinchi marta bo'lgan ekan tutqanog'i, yo'q, ikkinchi marta bo'lgan ekan menga kelganda. Yaqinda o'sha ayoli homilador bo'lgan ekan. Voy endi deydi, ayolim endi homilador bo'lgan paytda menda tutqanoq bo'ldi. Demak, hozir bolamda ham bo'lishi mumkinmi deydi. Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Chunki u insonda fokal struktur epilepsiya. Bu
o'sha odamni o'zini miyasidagi qanaqadir rivojlanmay qolgan to'qima asosida yuzaga beryapti. U bolasiga o'tishi mumkin emas. Shuning uchun bu narsadan qo'rqish kerak emas. Ya'ni odatda genetik epilepsiyalar nasldan naslga o'tishi mumkin. Ya'ni genetik bo'lmaganlari, demak, o'tmasligi ehtimoli katta. Ya'ni qo'rqish kerak emas bu narsadan. Yana bitta narsa. Eng bemorlar tomonidan demak dolzarb bo'lgan savol. Dorini bir umr demak ichib yuramanmi, nima bo'ladi meni taqdirim deyshadi. Demak, meni qabulimda mana necha yildan beri epileptik bemorlar ko'rayotgan bo'lsam yoki chet el tajribalaridan olib kelgan tajribalarim asosida ham aytishim mumkin. Masalan, ba'zi bir epileptik tutqanoqlar bor, ya'ni bu turga bog'liq-da. Masalan, bolalarda uchraydigan self-limited epilepsy turi bor, ya'ni o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadigan epilepsiya turlari bor-da. Ko'pincha onalar, otalar qo'rqishadi. Bolasida tutqanoq bo'lsa, masalan, biz o'shani ham aniqlaymiz-da. Qaysi turi bu tutqanoqning qaysi turi? Ya'ni bu self-limitedga kiradimi, yo'qmi? Bu yoki genetikka kiradimi, yo'qmi? Bu yoki qanaqadir epileptik kuchli sindrommi bu? U narsani ham biz mana shu bemor bilan suhbat orqali bilib olamiz. Ya'ni kuchli, ya'ni uzoq yig'ilgan anamnez bizga shu narsani beradi. Ya'ni bu self-limited degani o'sha bemori o'sha o'smirlik yoshdan keyin o'sha o'tib ketadigan epilepsiya turiga aytiladi. Ya'ni o'z-o'zidan yo'q bo'ladigan epilepsiya turlari ham bor. Va bundan tashqari bolalarda bo'ladigan, demak, yaxshi sifatli epilepsiya turlari ham bor-da. Ma'lum muddat bo'ladi, aynan o'smirlik davrida yoki bo'lmasam qanaqadir 4-8 yosh atrofida yoki 8-12 yosh atrofida absanslar bo'lishi mumkin. Childhood absence epilepsy, ya'ni bolalikda bo'ladigan absans epilepsiya turlari bu o'tib ketadi. Masalan, yaxshi sifatli epilepsiyalar prognozi yaxshi. Lekin mana bu fokal epilepsiya, ya'ni struktur, ya'ni miyani o'zida bo'ladigan epilepsiyalarni odatda demak 50% dan yuqorisi demak doriga rezistent epilepsiyaga kiradi. Ya'ni ba'zi bir fokal epilepsiya bilan kelgan bemorlarim ham qabulimda bo'lgan. Men juda ham ko'p misol qilib aytaman. Ularni davolaganmiz, aytilgan hamma ishlarni qilishgan, men aytganlarimni qilishgan, dorilarini demak umid uzmasdan ichishgan va hattoki o'sha fokal epilepsiya bo'lganda ham, ya'ni operatsiyaga demak boshida masalan epilepsiyalar to'xtagan va ma'lum muddat biz kuzatamiz. Odatda bir marta epilepsiya bo'ldi, biz davoladik. Davolaganimizdan keyin bemorda masalan 3-4 yil, 5 yil davomida tutqanoq bo'lmadi-da. Lekin fokal epilepsiya, например, strukturniy epilepsiya. Lekin bemorda masalan bemalol masalan seizure free period yuqori bo'lgani uchun, ya'ni tutqanoqdan qutulganlik periodi uzun bo'lgani uchun biz ma'lum muddat bemalol remissiyaga tushgani uchun tutqanoqqa qarshi preparatlarni biz demak chiqarishimiz mumkin. Unaqa bemorlar qabulimda bo'lgan. Например, hozirgacha masalan u narsa qanaqa bemorlarda uchraydi? Ko'pincha shoshmaydigan, sabrli, o'z ishiga nima desa bo'ladi, faqat disiplina bilan yondashadigan bolalar hamda ota-onalar birgalikda ishlagandagina ro'y beradi. Ko'pgina mana muvaffaqiyatli epilepsiyadan demak uchragan bemorlar odatda mana shu tutqanoq aynan doktorni aytganini o'z vaqtida qiladigan hamda dorilarni o'z vaqtida ichadigan bemorlar juda ham muvaffaqiyatga erishishgan. Masalan, misol qilib aytaman, odatda epilepsiya davosida ko'p holatda mana 50% bizaga bog'liq. To'g'ri tashxis qo'yib beramiz bemorga. Hamma narsani tushuntiramiz. Tushuntirish ham muhimda. Masalan, bemorga shu narsa tushuntirilmasa, bemor qayerdan biladi bu narsalarni? Qayerdan oladi? U nimaga qilishimiz kerak? U dorimni ichib yuraveraman bo'ldi deydi-da. Yo'q. Epilepsiya faqat dori ichishdan iborat emas, do'stlar. Dori ichishdan iborat emas. Epilepsiya bu butun organizmda o'zgarishlar. Epilepsiya faqatgina mana shu elektr aktivlik nimaga qo'zg'aladi degan savol tug'iladi-da. Uni ma'lum bir triggerlari bor, ya'ni qo'zg'atuvchilari bor. Mana shu qo'zg'atuvchilarni maksimal ravishda himoyalanish bu sizlarga bog'liq. Ya'ni biz masalan tushuntirib beramiz, qanchalik darajada sizlar masalan bemor bo'lib turib, epilepsiyam hozir qo'zg'aydi, men shuni qilmasligim kerak, bu ish qilmasligim kerak, mana shu tutqanog'imni qo'zg'ab yuboradigan narsa. Demak, men buni yemasligim kerak, hattoki yemaslik. Men buni yemasligim kerak, men buni qilmasligim kerak. Uyquni joyiga qo'yishim kerak degan narsalar, demak, bemor o'ziga bog'liq bo'lib qoladi-da. Bu birinchi narsa, hali dori ichish u yoqda tursin. Dori ichishga keladigan bo'lsak, masalan, dori ichish hamma ham eplay olmaydi. Masalan, kimdir esdan chiqazib qo'yadi, kimdir umidsizlikka tushib ichgisi kelmaydi, kimdir joniga tegadi, kimdir xotiram pasayib ketadi, organizm uchun zarar deb ichmay qo'yadi. Bu narsani noto'g'ri hozir yana aytaman.
dorilar hech qachon xotirangizni yo'qotib qo'ymaydi. Unaqa bo'ladi, organizm boshqa narsasiga zarar bo'ladi deydi-da, ichmaydi yoki bo'lmasam shifokor aytgan vaqtida qilmaydi-da. Mana shunaqa holatdagi bemorlar tuzalishi ham qiyin bo'lib boraveradi. Chunki butun dunyo epilepsiyaga qarshi tashkiloti ma'lumot berishicha, demak 50% bu treatment adherence deymiz. Ya'ni bu nima degani? Bemorlarga beriladigan davoga, shifokor tomonidan beriladigan lecheniyaga, bemor shifokor ko'rsatmalariga to'g'ri va aniq amal qilish. Ya'ni treatment adherence, amal qilish, rioya qilish, bemor doktorning aytganini qilish degani bu. Ya'ni 50% bu doktorning aytganini qilganingizdagina siz to'g'ri natijalarga erishishingiz mumkin. Ya'ni doktor sizga nimani aytishi mumkin? Birinchi o'rinda doringizni to'g'ri demak ta'minlab beradi, to'g'ri tanlab beradi, doza qilib beradi. Mana shu nazoratda bo'lish kerak. Tutqanoqdan bo'ldi, dori yozib berdi, bo'ldi, 1 yildan keyin boraman emas. Albatta har 4 oyda albatta epileptolog shifokor nazoratida turishingiz kerak bo'ladi. Va mana shu holatda epilepsiyani o'ziga yarasha qo'zg'atuvchilari bor dedik. Qo'zg'atuvchilarni sizlar bilan gaplashamiz. Qo'zg'atuvchilar nima bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda uyqu kamligi. Ya'ni birinchi o'rindagi qo'zg'atuvchisi bu uyqu. Ya'ni bemorda uyqu kam bo'lib ketdi, 3-4 soat uxladi, stress qildi, boshqa qildi, kech uxladi yoki noto'g'ri uxladi, ko'p uxlab bordi, kunini faqat uxlash bilan o'tkazdi. Mana shu narsa tutqanoqni demak kuchli qo'zg'atuvchisiga sabab bo'ladi. Ikkinchi o'rinda bu demak ovqatlanish tizimining o'zgarishi. Masalan, ma'lum bir keto dietaga hozir yetib kelyapmiz. Keto dietani ahamiyatini sizlarga yana bir aytib beraman. Ovqatlanish tartibsiz bo'lsa, ovqatlanish faqat yog'li ovqatdan iborat yoki bo'lmasam shokoladlarni ko'p iste'mol qilish, shirinliklarni ko'p iste'mol qilish, gazli ichimliklar, alkogol ichimliklar, ayniqsa kofe ichimliklari bu epilepsiyani qo'zg'atib yuboradigan bir kuchli sabablarga kiradi. Aynan qo'zg'atuvchilariga kiradi. Shuning uchun biz bemorga taqiqlaymiz, kofe, shirinliklar, shokoladlar, murabbo, asal, gazli ichimliklar, alkogol ichimliklar ichish, chekish hammasini biz bemorga cheklaymiz va ma'lum bir dieta beramiz. Epilepsiyada qilinadigan o'zini dietasi bor. Masalan, oddiy dietalar degan bu o'sha oshqozonda qilinadigan dieta emas. Bu epilepsiyada qilinadigan dietasi bor o'zini. Bu aynan bemorga o'sha qo'llanma qilib qo'yganman men. Har bir bemorimga beraman. Mana shu dietalarni beramiz. Ya'ni ba'zi bir epilepsiya turlari uchun masalan epileptik sindromlar bor-da. Dravet sindromlari, har xil masalan turli xil masalan rivojlanib boruvchi, ya'ni developmental epileptic encephalopathy degan diagnoz bor-da. Ya'ni rivojlanib boradigan epileptik ensefalopatiya bemorlarida odatda masalan ularda odatda dorilar bilan demak korreksiya qilish ozgina qiyinroq bo'ladi. Mana shu holatlarda bemorga masalan Dravet sindromlari bilan kelishadi. Ko'p dori ichsa ham tuzalmaydi, boshqa bo'lmaydi. Aynan mana shu epileptik sindromlarga biz keto dieta bilan davolaymiz. Ya'ni bu narsani ko'pchilik bilmasligi mumkin. Ya'ni keto dietani ahamiyatini men sizga hozir tushuntirib beraman. Ya'ni keto dieta nima degani? Keto dieta bu aynan uglevodlarni minimal ravishda iste'mol qiladigan demak dietaga kiradi. Ya'ni bu yerda anabolik reaksiyalar yuzaga keladi va natijada aynan uglevodsiz dieta, ya'ni bunaqa qilgan holatda adabiyotlarda yozilishicha aynan mana shu epileptik ensefalopatiya bilan bemorlarda 50% gacha dorisiz keto dieta bilan tuzatish mumkin. Shuning uchun ham chet elda aynan mana shu kongresslarda ham qatnashganman. Aynan keto dieta bilan bog'liq bo'lgan. Keto dieta bilan davolashadi bemor. Ya'ni keto dietaga bog'liq aynan bu degani shakar yemay qo'yish yoki bo'lmasam kimdir shakar yaxshi ko'radi, shirinlik yaxshi ko'radi, boshqa qilib endi yemaymizmi, hayotimiz tugadimi deydi, ba'zi bir cheklovlarni qo'ysam. Lekin mana chet elda juda ham shunaqa zo'r narsalar ishlab chiqarilgan, ya'ni shakar o'rnini bosadigan, o'sha uglevodni o'rnini bosadigan ma'lum bir keto dieta uchun mahsulotlar, yogurtlar, har xil chiroyli morojnilar, chiroyli zo'r narsalar ishlab chiqarilgan. Menimcha bu narsa bizga ham yo'lga qo'yiladi, xudo xolasa. Mana shu keto dietani ahamiyatini aytib o'tmoqchiman hozir gap kelganda. Demak, yana bir savol tug'iladi-da. Mana bemorlar tomonidan menga juda ham ko'p berishadi shunaqa savollar. Masalan deydi, tutqanoq bo'ldi, masalan deydi. 30 yoshida masalan bemori tutqanoq bo'lgan, namoyon bo'lgan. Nimaga deydi, miyamda achak bo'ladigan bo'lsa, nimaga menda 30 yoshimda bo'ldi? Nimaga shu yoshligimdan bo'lmadi deydi-da.
mana shu aynan struktur patologiyadagi epilepsiyalar odatda miyada turgan bo'ladi. U ma'lum bir yosh o'tgan sari bilasizlar, organizmda ham o'zgarishlar yuzaga keladi. Ya'ni kimdir ko'p shamollaydi, kimdir ko'p stress o'tkazadi, kimdir hayotida bir og'ir bir kasalliklarga duch keladi, immunitet kuchli susayadi, organizm susayadi. Mana shunaqa holatlarda ya'ni triggerlar ko'payadi-da. Aynan triggerlar yoshlikda bo'lmaydi-yu. Aynan triggerlar ko'payib, qo'zg'atuvchilar soni juda ham ko'payib ketgan paytda aynan birinchi o'sha miyadagi struktur sabab birinchi portlashni yuzaga keltiradi. Mana shu paytda bemorlarga bizga tushuntiramiz. Demak, mana shu kuchli triggerlar natijasida demak tutqanoq bo'lgan ekan degan narsalarni o'zlariga olishadi. Demak, treatment adherence aytdim sizlarga, ya'ni rioya qilish qanchalik muhimligini. Ya'ni dieta beramiz. Mani oldimdan, aynan qabulimdan dori chiqarish darajadagi muvaffaqiyatga ega bo'lgan shaxs, insonlar, oilalar aynan mana shunaqa treatment adherence'ga rioya qilgan, bemorlar shunchalik intizom bilan mana aytganimni qilgan, hamma narsalarni o'z vaqtida ichgan, dorilarni unutmasdan qoldirgan, o'zicha dorilarni ko'paytirmaydi dozasini. Nima aytsam, nima shuni qilishadi. Buni yemaydi desam yeyishmaydi. Hamma narsaga rioya qilgan bemorlar masalan tez tuzalgan. Mana shunaqa holatlar bo'lgan. Biz ularni masalan men ularga tezkor remissiyaga tushirib berganman. Mana shunaqa holatda bemorlar mana bemorlar yurishibdi. Masalan har xil o'zlarini umumiy holatlari ham ko'tarilgan, kasallarning holati ham ko'tarilgan. Yana bitta holatda bo'ladi, epilepsiya triggerlarini faqat uyqu bilan bog'ladik, ovqatlanish bilan bog'ladik. Yana organizmdagi vitamin tanqisligi yoki bo'lmasa immun holatlarini mana aytdik. Immun holatlarini juda ham tushib ketishi, organizmda har xil infeksion yallig'lanish kasali bir xil bilmaydi-da. Ko'p shamollab yuradi o'zi tabiatan-da. Tabiatan ko'p shamollashga moyil, immuniteti past yoki qanaqadir o'zi kuchsiz his qiladi tanasini, ko'proq tomog'i og'riydi, mana ayniqsa eng achaq tomog'i og'riydi yoki bo'lmasam mana shunaqa holatlar kichkina kasalliklar natijasida organizm immuniteti suslashib, organizm suslashib ketadi-da. Masalan, mana shu holatda vegetativ sistema qo'zg'alib ketib, aynan mana shu epileptik tutqanoqlarni qo'zg'alishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni organizmning suslashishi, vitamin tanqisligi, organizmdagi jigardagi, buyrakdagi o'zgarishlar, hamma o'zgarishlar demak epilepsiyani tutqanoqni qo'zg'alishiga olib keladi. Ma'lum bir ob-havodagi o'zgarishlar, bosimni o'zgarish, masalan, bemorlarga ko'pincha periodlarda ehtiyot bo'lishini so'raymiz, ya'ni masalan samolyotda uchganda ham epileptik tutqanoq qo'zg'alishi mumkin. Chunki u yoqda bosim o'zgaradi. Tog'larga chiqishini epileptik tutqanoq xavfli bo'lib turgan paytda demak biz man qilamiz. Chunki bosim o'zgaradi, havo o'zgaradi. Mana ayniqsa bahor oylarida, kuz oylarida ko'pincha epileptik tutqanoqlar ko'proq bo'ladigan davr hisoblanadi. Chunki havo magnit bo'ronlari, havoda o'zgarishlar kuchli bo'ladi-da. Mana shu joyda sizlar bilan epileptik tutqanoqlarni forecasting qilish, ya'ni bashorat qilish, xuddiki ob-havoni bashorat qilganida epileptik tutqanoqlarni ham bashorat qilish mumkin. Aynan mana shu kongresslarda ishtirok etibman, juda ham katta insightlar olganman, hayron qolganman olimlarning qilayotgan ishlaridan. Mana shunaqa narsalardan o'zim yaqinda ham ilmiy proyektlar qilyapman bu bo'yicha, har xil epilepsiya xirurgiyasi bo'yicha. Chunki qanchalik ichiga kirganimiz sari mana shu ko'proq narsalarni demak egallab borar ekanmiz. Demak, mana shu forecasting, ya'ni bashorat qilishimiz mumkin. Epilepsiya qachon ro'y berishi mumkin? U narsaga bizga nima yordam beradi deydigan bo'lsak, bemorlarga odatda vazifa beraman men, epileptik tutqanoqlarni demak kalendarini tutish. Buni ko'pchilik qilmaydi yoki erinadi yoki boshqa qiladi. Ko'pchilik e'tibor ham bermaydi. Men so'rayman-da bemordan. Sizda tutqanoq masalan ertalab bo'ladimi, kechqurunmi, kunni qaysi paytida bo'ladi? Uyqudan turganingizda bo'ladimi yoki qanaqa kayfiyatda edingiz o'sha paytda deyman-da. Bunaqa holatlar ko'pchilik masalan bilmadim yoki e'tibor olmabman deyshadi. Mana shu holatlarni bilish ham juda muhim. Ya'ni o'sha bemor tutqanoq bo'ldi, o'ziga mas'uliyatni olish kerak, qo'rqish kerak emas, uyalish kerak emas, bekitish kerak emas. Mas'uliyatni o'sha bemorlar masalan aytganim bilan balki to'g'ri sizlarga og'ir eshitilishi mumkin bu narsa, lekin kasallikni tuzalishni maqsadi nima deydigan bo'lsak, bu kasallikni qabul qilib tezroq davolashga intilish, ya'ni stress emas. Ya'ni qanchalik stress qilsa bemor, masalan, stress qilish ham hamma kasalliklarni boshlanishiga yo'l ochadi deyiladi. Nafaqat epilepsiya, balki bosh og'riq kasalliklar, barcha nevrologik kasalliklarni demak boshlanishiga yo'l ochadigan, demak bu juda ham kuchli yomon narsa bu stress. Ya'ni stress bemor masalan ko'p stressga tushadi,
ko'p tushkunlikda yuradi, ba'zi bir ko'p bemor qattiq stress o'tkazgan bo'ladi, depressiyada bo'ladi. Mana shu qattiq stress ham aynan mana shu epileptik tutqanoqlarni kuchaytirib yuborishi mumkin. Aynan mana shu holatlarda demak epileptik demak kalendarni aytdimmi, har bitta ya'ni o'zinglar demak stressga tushmasdan shu narsani qabul qilib qanchalik tez davolashga intilsanglar, shunchalik tezroq davo topasizlar. Shuning uchun ham men shunaqa narsani men hozir aytmoqchimanki, tezroq davolanish uchun stress qilib, buni u yoqqa bu yoqqa yugurmasdan yaxshi mutaxassisga uchrashinglar, tezroq kechikishni oldini olinglar va vrachchi hamma aytganini qilish kerak. Mana shu epileptik kalendar tutiladi. Kalendarda aynan qaysi kun bo'lgani, qaysi vaqtda bo'lgani, o'sha kundan bir kun oldin nima bo'lgani va tutqanoqdan oldin nima his qilgani, soati, vaqti hammasini epileptik kalendarga yozib borish kerak. Ya'ni kalendar tutish kerak. Mana shu orqali biza bemorda demak forecasting jarayoni, ya'ni bashorat qilinishini biza vrachlar biza bilishimiz mumkin shu narsani. O'shaning uchun ham va shuning uchun ham bemorlarga aytamiz, har 3-4 oyda mana shu bahor, kuz oylarida o'zgarish bo'lganda, fasllar o'zgarishi bo'lganda bemorga albatta demak epileptolog shifokor nazorati ostida bo'lishini biz deb aytamiz. Demak kalendar tutish aytdik, demak forecasting jarayonini aytib berdim sizlarga. Keyin yana nima bo'lishi mumkin? Bir umr dori ichadimi degan savolga keladigan bo'lsak, mana shu joyda juda ham muhim bir nyuans bor. Ba'zi bir bemorlar o'ylashadiki, epilepsiya xirurgiyasi bo'ldi, qutuldim, endi men umuman dori ichmayman, endi men qutuldim, yo'q, endi menda epilepsiya yo'q deb o'ylashadi. Endi mana shu joyga yetib keldik, qaranglar. Epilepsiya bilan kasallangan bemorlarda demak 70% dan tashqari biz endi xirurgiyasiga yo'l olamiz-da. Aynan xirurgiya bo'lganda ham meni o'zim tajribalarimdan misol, mana ko'p epilepsiya xirurgiya operatsiyalarida qatnashganman o'zim shaxsan, vagus nerv stimulyatsiyasi, steroid, mini invaziv tekshiruv, demak xirurgik usullari, har xil narsalarda qatnashganman va aytishim mumkinki, bemorda xirurgik operatsiyadan keyin ham dori ichib yurishadi. Va nimaga ichib yurishadi deyiladigan bo'lsa, chunki masalan buni ham operatsiyani ham ikki xil turi bor-da. Masalan, operatsiya bu neuromodulyatsiya asosida yuzaga keladi, hamda ikkinchisi bu resectable achakka olib tashlaydi. Ya'ni olib tashlasa bo'ladigan achak dedim, masalan, struktur achak bo'ladigan bo'lsa, mana shu struktur achakka olib tashlaydi. Ikkinchi operatsiya neuromodulyatsiya. Neuromodulyatsiya bu dorini как будто bu kuchaytirilgan versiyasi deb qabul qilish kerak. Ya'ni menda vagus nerv stimulyatsiyasi qo'yildi. Ya'ni vagus nerv stimulyatsiyasi haqida biroz qisqacha tushuntirib berib ketaman. Epilepsiyada aynan vagus nervi faoliyati pasayishi natijasida aynan vagus nervi biz bilamizki, bu demak 10-juft nerv butun organizmga o'zini tarmoqlarini beradi, ichki organlarga tarmoqlarini beradi. Nimadir o'zgarish bo'lsa ham vagus nerv faoliyati buziladi-da, epilepsiyani qo'zg'alishiga sabab bo'lib turadigan omil hisoblanadi-da. Vegetativ simptomlar aynan mana shu epilepsiyani qo'zg'alishiga omil bo'lgan sabab. Aynan vagus nervi nima uchun stimulyatsiya qilinadi? Aynan любой qo'zg'atuvchi bo'lganda ham vagus nervi stimulyatsiya o'z-o'zidan stimulyatsiya bo'lib turaveradi-da. Mana shunaqa holatda epileptik tutqanoq sodir bo'lmaydi. Mana shuni ta'minlash maqsadida odatda vagus nerv stimulyatsiyasi o'rnatiladi, lekin bu resectable narsa emas, ya'ni miyangizda bor bo'lgan struktur achakka olib tashlash emas bu narsa. Bu miyani demak bilvosita neuromodulyatsiyasi, bilvosita epileptik tutqanoqlarni bo'lmasligi uchun, shunchaki bo'lmasligi uchun ta'minlanadigan bir kuchli bir operatsiya turi hisoblanadi. Ya'ni sizga masalan vagus nerv stimulyatsiyasi o'rnatildi, triggerlar kelyapti, lekin vagus nerv stimulyatsiya bo'lib turgani uchun tutqanoq bo'lmayapti. Lekin ma'lum bir holatlarda, odatda 90% odatda aytiladi, vagus nerv stimulyatsiyasidan keyin 90% bemorlar epileptik tutqanoqlardan qutuladi, lekin dori ichib yuradi. Shunga ham e'tibor beringlar, dori ichib yuradi. Mana shu holatlarda, demak 10% holatlarda tutqanoq bo'lib qolishi mumkin. Chunki aynan epileptogen tarmoqqa ham tushundinglar menimcha. Ya'ni bu tarmoq fokal boshlangan tarmoq bo'lishi mumkin. Demak fokal, frontal, temporal, ya'ni peshona, chakka, ya'ni tarmoq keng bo'lishi mumkin. Aynan vagus nerv stimulyatsiyasi tarmog'i yopmasligi mumkin, ba'zi bir holatlarda bo'ladi-da.
kuchli shunaqa tarmoq kengki, mana shu stimulyatsiya hamma tarmog'ini yopmasligi mumkin. Mana shu holatlarda 10% holatlarda odatda epileptik tutqanoqlar to'xtashi mumkin. Odatda bu bir marta, 2 marta, oyda bir marta bo'ladigan, 3 oyda bir marta bo'ladigan epilepsiya uchun bu xarakterli emas. Buni demak chalg'itmaymiz kuzatuvchilar. Bu dorilarga turg'un bo'lgan epilepsiyaga qilinadigan operatsiya usullari. Ya'ni aytdik-ku, masalan, shuncha dori berilyapti, lekin bemorlarda natija yo'q. Masalan, kunida bir 25 marta tuz sudurga bo'ladi. Shunaqa bemorlar ham kelgan oldimga. Kuniga bir 15 ta tutqanog'i bo'ladi. Charchab ketishgan, qiynalib ketishgan, ota-ona qiynalgan, bola qiynalgan, hayot sifati buzilgan. Mana shu holatlarda demak ikki xil narsa tanlanadi. Ya'ni agar epileptogen network deymiz, ya'ni epileptogen tarmoq katta bo'lsa, odatda neuromodulyatsiya usullaridan foydalaniladi. Ya'ni neuromodulyatsiyada bizda bo'lishi mumkin responsive neurostimulation bo'lishi mumkin. Masalan, buni aytaman, bu odatda chet elda qo'llaniladi, bizda yo'q. Vagus nerv stimulyatsiyasi birinchi o'rinda qo'llaniladi. Aynan mana shunaqa stimulятsion usullar qo'llaniladi, tarmoq katta bo'lsa. Agar resectable bo'lsa, ya'ni bemorda tutqanog'ini keltirib chiqaradigan achaq olib tashlanadigan darajada kichkina bo'lsa, struktur sabab bo'ladigan bo'lsa, uni yo'li o'zi boshqacha narsa bo'ladi. Ya'ni o'sha bemorda chuqur ravishda ichkariga kiriladi, boyagi steroid apparati bilan aytdim sizlarga. Steroid apparati bilan chuqur ravishda o'sha hujayra topiladi-da, mana shu resectable bo'lgan ma'lum bir qismini olib tashlaydi. Bu olib tashlagandan keyin o'zi sizlarda epilepsiyani chaqiradigan o'zi achaq yo'q bo'ladi. Bu narsa o'zi masalan to'liq to'xtashiga sabab bo'lishi mumkin epilepsiyani va lekin bunda ham taxminan 3 yil beriladi. Taxminan 3 yil mobaynida operatsiyadan keyin dori ichib yurilishi kerak bo'ladi. Ya'ni vagus nerv stimulyatsiyasidan keyin ham doimiy, lekin resectable operatsiyadan keyin bu 3 yil muddat ko'rib chiqiladi. Ya'ni bemorda holati tekshiriladi. Shunda ham bo'ldi, men qutuldim, bo'ldi, men ketdim, bo'ldi, endi hammasi zo'r degani emas. Shuning uchun baribirga ham mana yaqinda bitta bemor yonimga keldi. Hindistonga borib DBS apparatini o'rnatishgan ekan. Aynan network katta bo'lgan. Aynan epileptogen tarmoq katta bo'lgan. Bilmadim nimaga. Endi har xil ular variant izlashgan va DBS qo'llashgan. Va lekin sababi aniqlanmagan. Chunki tarmoq fokal achaq aniqlanmagan, lekin neuromodulyatsiya usulini qo'llashgan va bir kunda 25 marta bo'ladigan tutqanoq demak bir kunda 2-3 marta bo'ladigan tutqanoqqa kamaygan. Ya'ni to'g'ri, bu narsa masalan u endi menga savol beryaptiki, nimaga biz operatsiya qilsak ham epilepsiya to'xtamadi degan savol beryapti-da. Ko'pchilik bemorlarda umid bo'ladiki, aynan men shunaqa operatsiya qildirganimdan keyin bo'ldi, men qutuldim, bo'ldi, men tuzaldim deyshadi, lekin sizlarni umidsizlikka tushirmoqchi emasman. Bu narsa bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Ya'ni DBS bo'lgandan keyin ham bemorda masalan chuqur miya stimulyatsiyasi o'rnatilganda, mana shu stimulyatsiyani ham ishlashi uchun ma'lum bir vaqt kerak. Uni demak o'zini demak ma'lum bir diapazonini to'g'irlash uchun stimulyatsiyani qanchalik darajada katta kichkinaligi, bemorga tushadigan demak qilinadigan qismlarga qarab kutish kerak. Ya'ni ma'lum bir ta'sirini kutish kerak. Ya'ni bemorda odatda mana e'tiborga oladigan bo'lsa 25 ta tutqanoqdan bu kuniga 1-2 martaga tushishi bu o'sha rezultat. No, ularda savol tug'ilyaptiki, endi nima bo'ldi? Biz operatsiya noto'g'ri qilindimi yoki nimaga unaqa bo'ldi deyshadi. Yo'q, shuning uchun ham sizlarga shu narsani ham aytmoqchimanki, bu neuromodulyatsiya usullari bu epilepsiyani to'liq bo'ldi, endi hammasi tugatdik degani emas. Ya'ni ko'pgina adabiyotlarda masalan 100% gacha effekt berishi mumkin. Masalan, to'g'ri qilingan stimulyatsiya to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, epileptik network kichkina bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri bemorning hayot sifatini to'liq yopishi mumkin. Aynan 90% odatda aytiladi bu narsa. Xullas, mana shunday epilepsiya xirurgiyasi bo'yicha ham demak ma'lumotlar berdim. Menimcha bugungi efirdan juda ham ko'p ma'lumotlar oldinglar. O'zi 1,5 soat gapiribman, o'zi ham ancha bo'lib ketibdi. 1 soatga mo'ljallagandim efirni. Demak, agar anaqa qilsanglar,
demak, treatment adherence ham aytdim sizlarga, ya'ni rioya qilish hamma narsalarni aytdim. Endi xudo xolasa savol-javob rukuniga o'tamiz. Agar demak, kiminglarda yaqinlaringlarda qanaqadir epilepsiya bo'ladigan bo'lsa, bemalol qabulimga yozilishinglar mumkin. Demak, adminlarim javob berishadi. Adminlar bo'yicha bemalol bog'lanib, qachon kelish, vaqt, grafiklar bo'yicha qanaqadir savollaringlar bo'lsa javob berishinglar mumkin. Hozir endi demak, oxirgi bosqichga o'tamiz. Demak, savollarni hozir birma-bir o'qib javob beraman. Tak, boshdan boshlaymiz. Tak. Xo'p, sizga juda ixlos qildim. Xudo xohlasa ertaga rahmat. Meni o'g'limda epilepsiya kasali va bemalol qabulga yozilishingiz mumkin. Tak, davolanyapti, foydasi bo'lmayapti. Balki boya aytib o'tganimdagi tashxisda qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qabulga kelishinglarni so'rayman. Qayerda ishlaysiz? Adminga murojaat qilasiz. Demak, aynan Instagram bo'yicha direkt ishlaydi bemalol yoki bo'lmasam aynan adminning Telegram nomerini aynan profil biosida qo'yib qo'yganman, bemalol ko'rishinglar mumkin. Assalomu alaykum, mening turmush o'rtog'imda epilepsiya kasali, bemalol qabulga kelishinglar mumkin. Bizning bemorimiz bor, 3 yildan beri epilepsiya bilan og'riydilar. Bemalol qabulga olib kelishinglar mumkin. Xudo xolasa yordam berishga harakat qilaman. Epilepsiya kasalligining davosi bormi debdilar. Bu haqda men efirda batafsil gapirdim. Bir oyda bir marta xuruj bo'lib turadi, depakin xironi ichadilar, lekin xuruj to'xtamayapti. Bu aytganimdagi qanaqadir tashxislashda qanaqadir muammo yoki dorini dozasida qanaqadir muammo bo'lishi mumkin. Organizmni o'rganish kerak. Demak, gen mutatsiyasi tufayli yuzaga keladigan bilan tajribangiz bormi? Bizga shu bilan bog'liq tajribasi bor shifokor lozim. Ha, albatta kelishinglar mumkin. Genetik epilepsiya bilan ham shug'ullanaman. Bemalol olib kelishinglar mumkin. Demak, keyingisi agar o'zingiz ko'rmasangiz, unda birorta shifokor yo'q, bemalol olib kelishinglar mumkin. Tak, mening turmush o'rtog'im 6 oylik chaqaloq vaqtida meningit bo'lib orqa miyadan suv olishgan. Xo'p, savol yo'q bu yerda. Keyin nima bo'lgan? Xo'p, keyingisi epilepsiya kasalligini operatsiya yo'li bilan albatta davolasa bo'ladi. Boya aytganimdagi, hozir aytib o'tdim bu to'g'risida. Keyingisi homilador ayol zol migrenchisi bo'ladi. Bu epilepsiyadan tashqari savol bo'lgani uchun aynan epilepsiyaga bog'liq savollarga javob beraman faqat. Migren bo'yicha aynan jonli efir qilish reja qilib qo'yganman. Albatta qatnashsanglar bo'ladi. Tak, sudurgisi bor bolalar qanday sport turi bilan shug'ullansa bo'ladi? Demak, bu ham odatda bemorni holatiga bog'liq. Masalan, bemorlar tutqanoq bo'lish paytidagi holat bo'lmasa, remissiyada bo'lsa, yengil sportlar bilan bemalol shug'ullanish mumkin. Masalan, mumkin emas sportlarni aytaman, shularga bermaysiz. Odatda og'ir sport turlari, og'ir atletika yoki bo'lmasam og'ir tosh ko'tarish, suzish ayniqsa mumkin emas, chunki bosim past bo'ladi, suzish mumkin emas. Bemor o'zini yolg'iz qoldirib ham bo'lmaydi. Sport bilan qatnashganda ham albatta yonidagi sherigi bo'lishi kerak. Bu yerda yana og'ir sport turlari xullas mumkin emas. Qolgan bemalol mumkin. Masalan, basketbol, voleybol mumkin. Bemor uchun demak kuchli jismoniy harakat bo'lmasa bo'ldi. Keyingisi necha yoshgacha yashaydi odam bu kasal bilan? Odam taqdir bu Alloh bergan yoshigacha yashaydi. Yana bitta narsani aytib o'tay shu joyiga, qaranglar, SUDEP degan narsa bor. Ya'ni inglizchada sudden unexpected death of epilepsy, ya'ni SUDEP deyiladi. Bu o'zbekchada epilepsiyadan to'satdan bo'lgan o'lim. Ba'zi bir holatlar bo'ladi, bemor agar juda ham kuchli ravishda, deylik, immuniteti past, holati og'ir ahvolda, ma'lum bir og'ir holatlar bo'ladigan bo'lsa, epilepsiya kuchli ravishda namoyon bo'lib, ba'zi holatlarda epileptik statuslarga olib keladi-da, to'satdan yoki bemor o'limiga ham olib qolishi mumkin, lekin bu juda ham kam bo'ladi. Odatda mana shu SUDEPni demak, profilaktika maqsadida ham albatta bemorni demak doktor aytishini oldin tezroq demak shifokorga borib tashxis aniqlash hamda o'z vaqtida dorilarni ichib yurish kerak bo'ladi. Va albatta birinchi yordam ko'rsatganda birinchi o'rinda tez yordamga murojaat qilish kerak bo'ladi. Demak, SUDEP bo'lishi mumkin, lekin har doim bo'lmaydi. Keyingisi yana bitta narsani sizlarga aytmadim. Ba'zi bir bemorlarda masalan epilepsiyada mana non-konvulsiv epileptik status turlari bor-da. Masalan, ba'zi bir bemorlar reanimatsiyaga tushib qolishadi. Ba'zi bir insult bo'lgan bemorlarda reanimatsion holatlarda aynan ko'z ilg'amagan,
ba'zi bir holatlar qanaqadir harakatlar bilan yuzaga keladi-yu, masalan tutqanoq. Ba'zi bir holatlarda harakatlarsiz ham yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni miyani o'zida ketyapti. U narsa faqatgina ega orqali amalga oshiriladi. Mana shunaqa holatlarda biz oldindan bila olamizki, bemorda qanchalik darajada tutqanoq, demak, predict qilish bu. Demak, oldindan bilish qanchalik darajada kuchli narsa bo'lishi, keyin nima bo'lishi. Shuning uchun ham tekshiruvlarda vaqtida o'tib turish bu zarur hisoblanadi. Demak, keyingisi savol. Mani qizim 3 yoshda gapirmaydi. Xo'p, gapirmaslik har doim aqli zaiflikda bo'lmaydi. Buni sabablari har xil bo'lishi mumkin. Bu norma ham bo'lishi mumkin. Xohlasangiz qabulga olib keling. Epilepsiya degan uxlaydi, tishini g'ichirlatadi. Davosi bormi? Albatta, oldin sababini bilish kerak. Aytib o'tdim, 70% epilepsiyaning davosi bor. Qolgani ham o'zi 100% desak bo'ladi. 70% dori-darmon bilan, 30% demak, xirurgik yo'l bilan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menda xirillab qolaman va qo'zg'alish hozirgi kunda Tapamax ichaman. Xo'p, savolingizni yozib qoldirmabsiz. Keyingisi, meni boshimni bir tarafi qattiq og'riydi, dori ta'sir qilmayapti. Qabulga kelishingizni maslahat beraman. Siz bilan ham batafsil shug'ullanaman. Men har doim bemor bilan individual shug'ullanaman va konsultatsiyam uzoq davom etadi. Menda ham kuchli og'riq bor, boshimda nimadan? Og'riq bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Migren bo'yicha ham shug'ullanaman. Bu men epileptolog degani bu boshqa kasalliklarni ko'rmayman degan emas. Barcha nevrologik kasalliklarni albatta ko'raman. Bosh og'riq bo'yicha ham ko'proq ilmiy ishlar qilganman. Bemalol kelishingiz mumkin har xil nevrologik holatlar bo'yicha. Video qanaqa yordam beradimi? Ha, albatta yordam beradi. Buni men efirda aytib o'tdim. Keyingisi, video qanaqa xuruj bo'lganini bilish uchun kerak, albatta. Epilepsiyasi bor, parhez qilishga albatta parhez qilish kerak. Epilepsiya bilan davolanayotgan bemor sigareta cheksa yo'q bo'lmaydi. Sigareta cheksa bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Meni o'g'lim ham 3 yildan beri og'riydi. Bemalol qabulga olib kelishingiz mumkin. Assalomu alaykum, menda migren bor, boshim bir oyda kam. Migren bo'yicha xudo xolasa yaqin kunlarda bu bo'yicha ham jonli efir qilaman, kutinglar. Mana shunaqa chiroyli ma'lumotlar olasizlar. Migren bo'yicha ham xudo xolasa zo'r ma'lumotlarni beraman. Demak, mana qilib turinglar, tayyor bo'lib turinglar. Assalomu alaykum, tutqanog'i tutib qolganda sevib qo'yapti. Buni davosi bormi? Davosi bor, keling ko'raylik, tashxis qo'yaylik. Topamiz, xudo xolasa yordam beraman. Bizni ichayotganimiz ta'sir bo'lmayapti, naverni. Depakin ichamiz, balki bo'lishi ham mumkin. Xo'p, partial epilepsiya haqida ma'lumot bering. Men hozirgina fokal epilepsiya haqidagi ma'lumotlarim aynan partial epilepsiyaga tegishli edi. Epilepsiya klassifikatsiyasining oldingi nomi bo'yicha 2017-yilgacha partial epilepsiya deb nomlangan. Partial уже почти ruscha ma'lumotga xos, eski, demak, tushuncha. Hozirgi kunda уже oldin ham o'zi chet el Yevropa bo'yicha fokal epilepsiya deb nomlangan. Partial epilepsiya asosan oldingi nom. Fokal epilepsiya haqida hozir ma'lumot berdim. Epilepsiyada dieta haqida ham ma'lumot berdim. Bu haqda ma'lumot berdim. Iltimos opajon, 1 yildan buyon bolamni sudragisi qolmayapti. Qanaqa bo'ladi desangiz, uyqudan turganda o'ng tarafiga qarab, o'ng qo'l, o'ng oyog'i tepaga ko'taradi, tik tursa boshini tuta olmaydi. Qabulga keling, sizlar bilan batafsil shug'ullanaylik. Yana ham menga ko'proq ma'lumot kerak, menga ko'proq, demak, tashxis kerak, ko'proq anamnez kerak, bilib olishim kerak. Xo'p, Avstriyadan turib savol bergandim shu self-limited neonatal epilepsiya haqida. Xo'p, menimcha savolingizga javob berdim. Assalomu alaykum, meni boshim har kuni og'riydi, ko'nglim behuzur bo'ladi, boshim qisib og'riydi. Bosh og'riq bo'yicha ham qabulga kelishingiz mumkin. Xohlasanglar bemalol jonli efir yaqinda rejalashtirgan, lekin kun aniq emas. Chunki menda juda ham vaqt, juda ham qiyin ajratishim, shuning uchun qabulga kelishingiz mumkin yoki onlayn konsultatsiya. Agar kelish qiyin bo'lsa, mana aytaman, onlayn konsultatsiya ham bor menda, bemalol onlayn konsultatsiya olishingiz mumkin. Keyingisi, turli xil lichinalar qildik, davo topilmayapti, maslahat bering. 5 yildan buyon qiynalib. Qabulga kelishingizni maslahat beraman, xudo xolasa dardingizga davo berishga yordam beraman. Keyingisi, assalomu alaykum, sizga 1 oy oldin migren og'rig'i bilan borgandim. Allohga shukr, bu oyda boshim og'rimadi. Juda xursand bo'lib o'tiribman. Rahmat, Allohim barakat toping. Alloh rahmat, juda ham xursandman. Odatda bemorlarim juda ham xursand bo'lishidan men ham boshim osmonga yetadi. Allohim sog' salomat bo'ling.
Tug'ilishda qisilib tug'ilgan, undan so'ng yaxshi rivojlanib, yugurib o'ynab yuruvdi, issig'i baland bo'lib, miyadagi qon tomirlar yorilib, miyaga qon quyilgan degandi. Xo'p, savolingizni aytmabsiz. Assalomu alaykum, Meksidol nima maqsadda olinadi ukoli? Xo'p, bu epilepsiyadan tashqari savol, shuning uchun bunga javob bermayman. Juda ham informativ efir bo'lmoqda. Rahmat. Har tomonlamali, foydali bo'lmoqda. Rahmat kattakon. Iltimos javob bering debdilar. Migren bo'yicha aytdim, xudo xolasa aytdim. Agar efir kutolmasanglar qabulga kelishinglar mumkin yoki onlayn konsultatsiya olishinglar mumkin. Fibril talvasa diagnozni ham tushuntirib bering. Fibril talvasa demak har xil bo'lishi mumkin. Qaranglar, e'tibor beringlar. Fibril tutqanoqlar demak o'z-o'zidan o'tib ketadigan self-limited epilepsy bo'lishi mumkin yokida fibril tutqanoqlar ma'lum bir epileptik sindromlarni boshi ham bo'lishi mumkin. U narsani biz bilolmaymiz. Odatda masalan epileptik sindromlar aytdim, masalan rivojlanib borayotgan epileptik ensefalopatiyalarda odatda kichkina yoshdan ma'lum bir demak 1 yoshgacha bo'lgan perioddan fibril tutqanoq bilan boshlanadi-da, ko'payib borib bolada aqliy rivojlanish pasayishi, ya'ni rivojlanib borish kuzatiladi. Ya'ni kuchayib ketaveradi-da. Mana shu holatlar fibril tutqanoq bilan boshlanadi. Birinchi simptomi fibril tutqanoq bo'ladi. Lekin bu narsa bu boshqa. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li fibril tutqanoq self-limited epilepsy aytdim. Ya'ni o'z-o'zidan tuzalib ketadigan epilepsiya turiga ham kiradi. Ya'ni fibril tutqanoq degani qo'rqish kerak emas, faqatgina kuzatish kerak. Yil davomida bemorda qanaqa holatlar bo'lyapti, shunga qarab biz ayta olamiz, bu self-limitedmi yoki bu epileptik ensefalopatiyami. Xo'p, keyingisi qo'rqish kerak emas muhimi. Xo'p, keyingisi siz qayerda ishlaysiz? Adminga bog'lanishingiz mumkin, ma'lumot berishadi. Juda to'g'ri amal qilish kerak aytganlaringizga rahmat. Keyingi savol. Qaysi viloyatda debdilar? Toshkent shahrida, ko'rik. Xo'p, nega savolga javob bermayaptilar? Savolga endi javob beryapman. Endi. Xo'p, hozir ma'lumot beryaptilar-ku, javobni oxirida beraman dedilar-ku debdilar. Rahmat. Xo'p, yurtimizdagi barcha epileptolog ko'rish shart bo'lgan efir bo'lyapti. Rahmat kattakon, juda ham xursand qildingiz. Nima uchun dorini vaqtida ichirsak ham nimasidir to'xtamaydi? Balki nimadir tashxislashda nimadir noto'g'ri yoki dorini dozalashda noto'g'ri yokida boya aytib o'tganimdek politerapiya bo'lmasligi mumkin. Ko'rish kerak oldin tashxisni. Assalomu alaykum, lekin xirurgik aralashuv mumkin emas deb MRTga chiqqan bo'lsa-chi, u faqat dori bilan davolaniladimi? Qachon xirurgik aralashuv qilinadi? Boya sizlarga aytib o'tdim, yaxshilab eslab qolinglar. Xirurgik aralashuv albatta o'sha 70% ya'ni dorilar bilan agar korreksiya bo'lmagan taqdirda, ya'ni bu degani ko'pchilik bemorlar shoshadi-da, oyda 1-2 marta tutqanoq bo'lsa ham, voy menda undan ko'ra xirurgik yo'l bilan davolay qoling, qutulaman deyshadi-da. Yo'q, chunki to'g'ri ba'zi bir holatlarda bu narsani tavsiya qilamiz. Qachonki masalan miyada boshlang'ichda kam boshlangan, lekin aynan dorilarga turg'un epilepsiyaga olib keladigan turlari bor-da. Masalan, mezial temporal skleroz bo'lishi mumkin, FKD bo'lishi mumkin. Masalan, mana shu chakka sohasida gipokamp o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Aynan mana shu holatda biz lutchida epilepsiya o'sha xirurgiskiy yo'l qiling deymiz. Maslahat beramiz. Lekin hamma epilepsiya turi ham bu xirurgikka ko'rsatma bo'lmaydi. Ya'ni tutqanoq kam bo'lyaptimi, dorilar bilan korreksiya bo'lyaptimi, bu degani masalan bu operatsiyaga hojat bor degani emas. Masalan, bemorning hayot sifatini yaxshilash maqsadida agar epilepsiyaga tarmoq katta bo'lsa-da, neyromodulyasiya usullaridan foydalanishimiz mumkin. Keyingisi sudurga aylangandan so'ng bir kunda 3 marta uxlasa, 3 marta turgan paytda bo'ladi, boshini tuta olmaydi, o'ng qo'l tepaga ko'taradi, o'ynab yurganda gapirmaydi. Qabulga olib kelinglar, xudo xolasa yordam beramiz. Bu kichkina ma'lumotlar bilan hozir efirda men sizga yordam bera olmayman. Qabulga olib kelganingizda batafsil gaplashiladi bu narsa. Xo'p, qachon boshlandi? Epileptologga bordingizmi? Bola necha yoshda deb savol beribdilar. Og'zi ko'pirmaydi, til orqaga ketmaydi, faqat o'ng tomonga qarab boshi ketadi debdilar. Qabulga olib keling, xudo xolasa buni yechimini topamiz. Savollarga javob beryapman. Sahranit qildingizmi debdilar. Bilmadim, hozir men ko'raman, sahranit bo'lgan bo'lsa qo'yaman. Rahmat sizga doktor debdilar. Rahmat. Mavzudan tashqari savol bersak bo'ladimi? Mavzudan tashqari direktga murojaat qilasiz, admin orqali gaplashamiz. Xo'p, rahmat doktorjon debdilar. Rahmat sizlarga ham. Self-limiting neonatal familial epilepsy bilan bo'lgan chaqaloqlarni ham ko'rasizmi debdilar. Odatda chaqaloqlarni ko'rmayman, lekin yosh bolalarni ko'raman. Efirni sahranit qildingizmi debdilar. Sahranit bilmadim, men birinchi marta efir o'tkazishim. Assalomu alaykum, Samarqanddan patsientingiz Quvonchbek, rahmat. Sindrom Vesta haqida ham ayting. Sindrom Vesta haqida demak, sindrom Vesta bu bolalikda, ya'ni
chaqaloqda uchraydigan, demak infantil spazmlar bilan kechadigan bu kasallik epileptik sindrom hisoblanadi. Ya'ni Vesta kasalligini 3ta bir top simptomlari borda. Aynan infantil spazmlar bo'ladi birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda demak regressiya bo'ladi. Ya'ni bu infantil spazmni o'z-o'zidan qolib ketishi kerak. Uchinchidan bu demak EEGdagi o'zgarishlar yuzaga keladi. Gipsaritmiya degan tushuncha bor. EEGda o'zgarishlar. Mana shu 3ta narsa bo'ldi, demak sindrom Vesta. Sindrom Vesta ma'lum bir qanaqadir epilepsiya turlarini boshi ham bo'lishi mumkin, self-limited bo'lishi ham mumkin. Odatda bu regress bilan kechadi, ya'ni o'tib ketadi. To'g'ri davolash kerak prosta. 3 yoshda 1 yildan buyon bo'lyapti. O'zimizda davolanamiz, 6 oydan o'tib davolanamiz. Qabulga kelishingiz kerak. 2 yildan beri epilepsiya bo'lmadim, rahmat. Ha, sizni taniyman, samarqandlik bemorim. Hozirgina aytib o'tgan muvaffaqiyatli bemorlar ichida siz kirasiz. Hozir aytdim, mana siz hamma aytganlarimni qilgansiz vaqtida. Aynan mana shu bemorimda demak temporal skleroz bor, ya'ni gipokampal skleroz bilan og'riydilar. Dorilarga turg'un epilepsiyaga kirishi bilan tashqari mana shu bemorim tutqanoqlar chastotasi kam bo'lgani uchun demak biz dorilar bilan davolashga harakat qildik va biz bu narsaga erishdik. O'sha mana necha yil bo'lgan bo'lsa, 4 yil kuzatdik, umuman epilepsiya bo'lmadi. Bemor o'sha 2 yildan beri demak 4 yil ichida kamayib 2 yildan beri demak seizure free periodida ekanlar. Bular ko'p kelib turadilar bular. Miyadagi qon so'rilsa tugaydi deganda lecheniyasini to'xtatmadik. Genetik epilepsiyani ham operatsiya qilib, albatta genetik epilepsiyani ham operatsiya qilsa bo'ladi. Efir uchun katta rahmat, juda foydali ma'lumotlar bo'ldi. Rahmat, sizlarga foydali ma'lumotlar bo'lishidan juda xursandman. Menimcha hamma noto'g'ri qarashlarni o'zgartirib, tushunchalarni yangilaganimdan men xursandman, men juda ham bu narsadan. Va butun dunyo epilepsiya global bir haftalikka hissa qo'shganimdan men baxtiyorman. O'g'limda sindrom Lennox-Gastaut sindrom tashxis qo'yishgan, lekin gumon deyilgan epileptik ensefalopatiya tashxisi qo'yilgan. Depakin, klobazam, logofen ichadi. Davolasa bo'ladi. Oldin ko'rish kerak. Hozir qanaqa ahvoldaligini aytmabsiz. Tutqanog'i kechki ko'pincha 7 yoki 9 atrofida bo'ladi. Olib kelsangiz bo'ladi. Meningit bo'lgandan keyin orqa miyadan suv olishgan, shundan keyin 12 yildan keyin boshlangan. Hozirgi kunda 32 yoshda bir kunda 2-3 marta tutqanoq, oyoq qo'li tortishib baqirib boshlaydi. Fakal bo'lishi ehtimoli bor. Olib kelsangiz davolab, xudo xolasa yordam beraman. O'g'lim Convolex 300 kapsulasini ichadi. Xuruj vaqtida deksametazon qilishga fikringiz qanaqa? Xuruj vaqtida deksametazon emas, ma'lum bir o'zi epilepsiyada tayinlangan birinchi liniya, ikkinchi liniya, uchinchi liniya preparatlari bor. Aynan mana shu preparat liniyalaridan foydalaniladi odatda. Deksametazonga bu yoqda demak liniyalardan tashqari foydalanish o'rni yo'q. Demak, kuniga 2 marta qo'shimcha boshqa dori. Assalomu alaykum. Dorilar xotira pasayishiga olib kelmaydimi? Dorilarni xotira pasayishiga olib kelishi juda ham minimal darajada. Xotira pasayishi odatda bemorning umumiy holatidan bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, xotirani odatda xotira dorilar bilan tiklab bo'lmaydi-da. Xotira o'zi nimaga pasayadi deydigan bo'lsa, uni bir qancha sabablari bor. Birinchi o'rinda men hozir aytib ketaman, foydali bo'lish uchun, vaqtimiz chegaralangan, demak, o'sha 2 soat bo'lib ketibdi. Xotirani har xil omillar pasaytiradi-da. Masalan, bemorlarda immunitet pastligi, vitaminlar tanqisligi, ayniqsa qalqonsimon bez faoliyati buzilishi, brain fog deymiz, ya'ni inglizchada brain fog, ya'ni diqqat pasayishi. Brain fog degani miyadagi karaxtlik fikrlardagi aynan prefrontal cortex degan tushuncha bor, ya'ni miyadagi prefrontal cortexni ortiq bloklanib qolishi natijasida miya bilish funksiyalarini bajara olmaydi. Mana shu holatda xuddi xotira pasaygandek bo'ladi-da. Diqqat pasayib qoladi. O'sha paytda hech narsa qila olmaydi bemorlar. Mana shu brain fog holatlari ko'p bemorlarda bo'ladi. Bu narsa epilepsiya bo'lmagan bemorlarda ham bo'lishi mumkin. Aynan bu to'g'risida YouTube'da video qo'yganman. YouTube'ga ham o'tib olishingiz mumkin. Doktor Charles nevrolog deb qidirsanglar, o'tda men epilepsiya bo'yicha ma'lumot bergan, televideniyega bergan efirlarim ham bor, xohlasanglar. Bosh og'rig'i bo'yicha ham har xil efirlar berganman. Bemalol ko'rib o'tishinglar, kirishinglar mumkin. Xotira bo'yicha ma'lumotlar berganman. Ya'ni xotira, demak, bu dorilar odatda minimalniy ta'sir qiladi. Dorilarni hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Assalomu alaykum doktor, sizni maslahatingiz bilan 2 yildan beri epilepsiya bo'lmayapman. Rahmat, sog' bo'ling iloyim. Demak, xuruj vaqtida qanday yordam ko'rsatsak bo'ladi? Xuruj vaqtida boya aytib o'tdim efirda, menimcha barchaga tushunarli bo'ldi. 9 oylik bolasi bor ayol zolmigren ichsa bo'ladimi? Bu efirdan tashqari savol.
Patsientingiz Quvonchbek Sevinchni akasi. Assalomu alaykum, charospa savollar yo'q, gap yo'q, opa, ishlaringizga omad. Rahmat kattakon, Ulug'bek sizni tanidim. Rahmat kattakon, xursandman. Efirni saqlanib qildingizmi, uni bilmayman. Hozir tekshiraman, saqlanib qilsam обязательно qo'yaman. YouTube'ga qo'yaman, Instagramga qo'yaman. Meni kuzatib boringlar. Vaqtim bo'lish bilan mana shunaqa efirlar qilishim mumkin. Odatda menda vaqt topilish qiyin. Harakat qilaman. YouTube'ga kirsanglar, u yoqda ham ma'lumotlar bor. Bizning egizak farzandlarimiz bor, Xudoga shukr, ular sog'lom, yana homiladorman. Xudo xolasa u ham sog'lom to'lish mumkinmi? Ha, mumkin. Yuqori qavatli uyning epilepsiyaga ta'siri bormi? Albatta bor. Odatda ta'siri bor emas, aynan bemor ehtiyot bo'lish kerak, ya'ni o'zi yurmaslik kerak bemor, albatta yonidagi sherigi bilan, chunki yuqori qavatli uy bo'lganda masalan har xil holat bo'lishi mumkin. Bemorda tutqanoq yuz beradigan bo'lsa, tushib ketish xavfini bo'lmasligi uchun odatda yuqori qavatlardan ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, Vesta sindrom haqida gapirib o'tdim hozir. Assalomu alaykum, mani dadamda shunday kasalliklari bor, har 3 oyda takrorlanyapti, kundan kun og'irroq bo'lyapti. 68 yoshlar, albatta 68 yoshda ham davolasa bo'ladi. Bemalol qabulga olib keling. Mana bizda odatda mana yosh life expectancy deymiz. Uzr, sizlar men inglizcha qo'shib o'rganim uchun odatda meni fikrlashim ko'pincha ba'zida inglizcha gapga to'g'ri keladi. Life expectancy bo'ladi, yoshi davomiyligi odatda bizda pastroq bo'ladi, lekin mana Yevropa davlatlarida odatda 100 yosh, 90 yoshda ham bemorlar yurishadi va mana shunaqa bemorlarga ham juda ham zo'r qarashadi, juda ham zo'r yordam berishadi. Ya'ni ular hayotdan umidini uzmagan, ya'ni 30 yosh, 40 yosh bo'lsa hech qanaqa bu bemor katta yosh hisoblanmaydi. Shuning uchun ham bu 68 yosh bu hayot tugadi degani emas, yoki bo'lmasa bo'ldi endi anaqa oxirini ko'raverish kerak degani emas. Albatta harakat qilish kerak, albatta davolash kerak. Har bir bemor, har bir bemorga to'g'ri lecheniya, taktika qilish kerak, davolash kerak. O'tda masalan u bo'ldi endi hayoti tugadi deb 100 yoshli bemorni ham masalan qaramay qo'yishmaydi. 100 yoshli har bir bemorga demak alohida yondashiladi. Keyingisi, assalomu alaykum, fibril talvasi diagnozini gapirdim. Xuruj vaqtida deksametamini aytdim. Shu yerda savollar menimcha qaytalamoqda. Xo'p, keyingisi o'g'lim 3 yosh fokal epilepsiya tashxis qo'yishdi. MRT ham qildirdik, lekin MRTda bunday tashxis qo'yilmadi. Может, nimadir noto'g'ri ketgan bo'lishi mumkin, olib kelsangiz bo'ladi qabulga. Genetik epilepsiya qilsa, buni ham savolga javob berdim. Men ulgurmadim, kira olmadim. Ko'pchilikka menimcha eslatma yuborildi, lekin bilmadim. Rahmat, lekin qabulingizga borish kerak ekan. Ha, albatta kelinglar, yordam berishga harakat qilamiz. Bir qarindoshimiz insult oldi, miyaga qon quyildi, chap taraf falaj tilda duduqlanish bor. Bu holatda o'zgarish bo'ladimi? Yoshi 43 yosh. Bo'lishi mumkin, xudo xolasa insultni erta reabilitatsiyasini qilish kerak. Qanchalik erta reabilitatsiya qilsa, bo'lishi mumkin. U narsa keyin aynan insult achagiga ham bog'liq, qanchalik darajada achak bor. Epilepsiya kriptogen tashxis qo'yilgan, 10 yosh tuzaladimi? Ko'rish kerak. Kriptogen degani, ya'ni sababi noma'lum bo'lgan epilepsiya ekan. Demak, kriptogen noma'lum degani. Oldin ko'rish kerak, haqiqatdan ham bu kriptogenmi? Salom, epilepsiyaga dorilarning ziyoni yo'qmi debdilar. Yo'q, epilepsiyaning dorilarning ziyoni yo'q. Qabulingizga qanday yozilamiz? Admin orqali yozilasizlar, direct orqali yoki Telegramda admin bor. Buni Instagram biosida berib qo'yilgan. Insult oldi, demak buni javob berdim. Mazza qildim, gрамотный fikrlab tushuntirdingiz. Rahmat, kattakon, men ham xursandman. Assalomu alaykum, opa, o'g'lim Depakin 600 dan 2 mahal ichadi. 3 yil bo'ldi, pristop to'xtamayapti. Nimadir bu yerda noto'g'ri. Olib kelsangiz, xudo xolasa to'g'rilaymiz. Assalomu alaykum, o'g'lim 11 oylikda yiqilgan va o'shandan sudurgi boshlandi. Hozir 3,5 yoshda. Epilepsiya fokalniy deb tashxis qo'yishdi. Xurujlari har xil oyda bo'lyapti. Ba'zilar shunaqa bo'lishi mumkinmi? Bu yerda ham nimadir noto'g'ri ketgan, qanaqadir yokida davolash boshlang'ich protsessi bo'lishi mumkin. Davolash boshlang'ich holatlarda epilepsiya birdaniga to'xtab qolmasligi ham mumkin. Uni vaziyatni bilish kerak. Balki dorilarda qanaqadir xatolik bo'lishi mumkin yoki qanaqadir tashxisda. Uni olib kelsangiz ko'ramiz. Xo'p, 9 oylik Vesta sindrom qo'yildi. Prednizolon va Sabril bilan davolanyapti. 20 kun bo'ldi, natijasi ancha bo'lindi, ammo narsa ushlamayapti. O'tib ketadi, qabulingizga borsak bo'ladimi? Bo'ladi, Vesta bilan ham kelsanglar, Sabril bilan davolanadi. O'sha to'g'ri qilinayotgan ekan lecheniya. Xudo xolasa Vesta aytdim-u, qolib ketadigan, xudo xolasa narsa faqat to'g'ri yondashib, to'g'ri anaqa olib borish kerak. Rahmat katta ma'lumotlaringiz uchun. Xudo xolasa boramiz qabulingizga Xorazmdan. Salomat bo'ling. Rahmat, vaqtingizga bizni ajratganingiz uchun juda ko'p ma'lumot oldim. Ota-onangizga katta rahmat, umringizdan baraka toping, martabangiz. Rahmat kattakon, xursand bo'ldim.
Xo'p, siz bilan qanaqa aloqaga chiqsak bo'ladi debdilar. Xudo xolisa mana hozir admin direktdan murojaat qilsangiz bo'ladi yoki mana Instagram biosida aytib o'tganimdek adminning nomerlari bor. O'sha yerda Telegramga o'tib, demak, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammalarga barchaga katta rahmat. O'ylaymanki barchaga foydali bo'ldi. Xudo xolasa agar saqlanib qilgan bo'lsa, buni Instagramga qayta joylayman va YouTube'ga ham qo'yaman. Barchalarga demak omad tilayman, ishinglarga ilohim kasalliklar tuzalib ketsin, tezroq davolaninglar. Hammalarga omad tilayman, Alloh shifosini bersin. Salomat bo'linglar.